O'lja. Muallif Mahbuba Bahodir qizi. Birinchi qism. Dildora ko'cha hovlilarini supurib kirganida hali kun yorishmagan edi. Uylari qishloq markazidagi katta ko'chaning yuzida joylashgan. Yo'lning narigi betida u o'qigan maktab va undan sal narida qishloq masjidi joylashgan. Ha demay hayit namozini o'qishga odamlar o'ta boshlaydi. Otasi bilan ikkita akasi allaqachon do'konning tashqarisiga mollarni yoyishni boshlab yuborishibdi. Ha, bugun bayram. Savdo odatdagidan ancha yaxshi bo'ladi. Otasi 2 kundan buyon shaharga, bozorga qatnaydi. Kecha allamahalgacha xo'rozqand va Sovg'abob o'ramdagi holvalarni rasullarga taxlab chiqishdi. Onasi o'choqda sut pishirayotgan ekan, kosalarni olib chiqdi. Hammalari shoshilib nonushta qildilar. Har kim o'zicha tezgina yuziga fotiha tortib, eshikka yugurdi. Kun yorisha boshladi. Savdo qizg'in. Akalarning qo'liga tegmaydi. Otasining kayfiyati a'lo. Dildora har kungi odati bo'yicha hamma uylarning oynalarini ochib havosini yangiladi. Qo'liga supurgi olib shoshmay supura boshladi. Bugun hayit bayrami. Birozdan keyin qizlar saf-saf bo'lib kelin ko'rarga o'tishadi. Shu xayollar bilan ochiq derazadan tashqariga bir nazar solib qo'ydi. U kelin ko'rarga bormaydi. Uyaladi. Mahallaning yangi kelinlari o'zidan 4-5 yosh kichik qizlar. Hamroh bo'ladigan dugonalari ham allaqachon 2-3 ta bolali bo'lib ulgurishgan. Hali zamon ota uylariga kelishsa, Dildorani yo'qlab chiqib ham qolishadi. Ammo ular bilan suhbat avvalgidek qovushmaydi. To'y qachondan nariga o'tishmaydi. Qaydan bilsin to'y qachonligini? Onasi fotihalikka bormoqchi edi. Bir qozon moshxo'rda solib ketibdi. Dildora rayhon to'g'rab, yangi evitilgan qatiqdan idishlarga solib, otasi va akalarini tushlikka chaqirdi. Avaz o'g'illarga tezroq ovqatlanib do'konga qaytishni tayinladi. Otasi qo'llarini Dildora bergan sochiqqa artib, "O'zing ham ichmaysanmi?" deb kosaga qoshiq soldi. Shu payt onasi eshikdan kira solib javray ketdi. "Hech bo'lmasa bugun shu zormandani sotmang. Nomusga o'ldi-ku odam. Hayit kuni ham tomog'i taqillamay o'lsin shu piyanistalarni." Dildora onasining qo'lidan tog'ora tugilgan dasturxonni oldi. "Ovqatni ham zahar qilding." Avaz qo'lidagi qoshig'ini zarb bilan kosaga soldi. "Shuni orqasidan yeb ichib o'tiribsan, xotin. Birovdan kam bo'lmay. Noshukur." Yuziga jahl bilan fotiha tortib o'rnidan turdi. Zebo qimirlamay o'tiraverdi. Keyin o'ziga o'zi gapirgandek, "Birovdan kam bo'lmay emish. Odamlarga o'xshab bitta to'y qildimmi? Bolalarimni oldi 30 ga chiqdi. Qizim tengilar 3-4 ta bolali bo'ldi." Ohangida yig'i emas, g'azab bor edi. Ammo ko'zlarida shashqator yosh. "Qizim tengilar 3-4 ta bolali bo'ldi" onasining so'nggi jumlalari o'zi to'lib o'ksib turgan qalbini so'nggi tomchi bo'ldimi? Dildora uyga kirib sandiq ustiga taxlangan ko'rpachalarga yuzini bosib, unsiz yig'ladi. Anchadan buyon bezovta qilmagan xotiralari yana yopirilib, bostirib keldi. Navruz bayrami edi o'shanda. Butun qishloq saylga chiqqan. Dildora endi maktabni bitirgan kezlari. Havo salqin bo'lishiga qaramay yupqa, nafis gunafsharang ko'ylagini kiygan, taqimini o'pgan sochlarini bitta qilib o'rgandi. Akalari dugonalari kabi soch yoyishiga ruxsat berishmaydi. Pardozni-ku gapirmasa ham bo'ladi. Ammo shu turishida ham oppoqqina lo'ppi yuzlar, tim qora qoshlar va qayrilma kipriklar, faqatgina 18 yoshli bo'y qizlarda bo'ladigan malohatni ko'z-ko'z qilardi. Sinfdosh dugonasi Nafisa boshqa qizlarning ko'ziga shamg'alat qilib Dildorani qo'ltiqlab chetga sudradi. U yoq bu yoqqa bir qarab qo'yib, qo'liga bir parcha qog'oz tutqazdi va qulog'iga shivirlab, "Usmon bo'lam berib yubordi. Ho, ana o'zi bizga qarab turibdi", deb sal nardagi qirga ishora qildi. Qiz yalt etib Nafisa ishora qilgan tomonga qaradi. O'ziga tikilib turgan Dildoradan 2-3 yil avval maktabni bitirgan, hozir shaharda muallimlikka o'qiyotgan Usmonga ko'zi tushdi. Tezda ko'zini olib qochib, Nafisadan qo'lini tortib qizlar davrasiga shoshildi. Hamma bayram bilan ovora bir paytda uni qo'lidagi maktub kaftini va yuragini qizdirardi.
Uyga kelib hech kim kirmaydigan mehmonxonaga kirdi va g'ijim bo'lib ketgan qog'ozni tekislab o'qishga tutindi. Qog'ozda bor yo'g'i 2 jumla bor edi. Sovchi jo'nataman. Iltimos, rozilik bering. Tavba, shunaqayam xat bo'ladimi? Lekin baribir o'zgacha hislar og'ushida qolgandi. Usmon hamma qizlarning havasini keltiradigan o'ktam yigit edi. Bahor o'tib kuz kelsa ham sovchilardan darak bo'lmadi. Yigitning qiyofasi bir zum ko'z o'ngidan ketmadi. Dildora dugonasining qiz bazmida ataylab Nafisani yoniga o'tirdi. U kutganidek Nafisa Usmondan so'z ochdi. Bo'lam seni olaman deb shuncha to'polon qildi. Dadasi bilan bobosi ko'nmabdi. Sotadi ular. Shundan kun ko'radi. Qancha odamni qarg'ishiga qolgan debdi. Usmon akam endi shahardan kelmayotganmish, deb garchi pichirlab aytgan bo'lsa-da, uni ovozini hamma eshitgandek qizarib, mulzam bo'ldi qiz. Dildora o'zini chaqirayotgan onasining ovozini eshitsa ham qimirlamay o'tiraverdi. Keyin ko'z yoshlarini artib, hovliga chiqdi. Dildora yolg'iz qolishni, yolg'iz xayol surishni yaxshi ko'rardi. Qani endi hech bo'lmasa bir kun uyda yolg'iz o'zi, xayollari bilan qolsa. Buni sira iloji yo'q. Do'konlari shundoq yashab turgan uylarning biqinida joylashgan. Akalari, ba'zan uni o'zi ham do'konda. U savdoda turishni yomon ko'radi. Ayniqsa 5-6 ta bo'lib to'planishib olib, ichadiganlarga maydalab sotishdan azobi yo'q. Orada eri ichib borib kaltaklasa, kelib bor alamini to'kib, qarg'ab ketadigan ayollar ham bor. Dildora sinfda a'lochi edi. Shifokor bo'lishni orzu qilardi. Maktabni bitirgan yili o'qishga topshirmoqchi bo'ldi, ammo uni hayron qoldirgani do'konni tozalab savdo qilib tursa, rashka ham, g'ash ham kelmaydigan akalari o'qishiga baravar qarshilik qilishdi. Otasi ham ro'yxushlik bermadi. Orzularini yuragining tub-tubiga ko'mdi. Zebo erdan eshitgan yangiligidan dovdirab qoldi. Na xursand bo'lishni biladi, na xafa bo'lishni. Turmush o'rtog'i bilan harbiyda birga xizmat qilgan do'sti o'g'liga Dildorani so'rabdi. Zebo uylariga yilda bir marta mehmonga kelib turadigan bu odamni taniydi, ammo oilasi qanaqa bilmaydi. Uni ustiga boshqa viloyatda yashaydi. Dildora anchadan beri bir-biriga tuzuk quruq muomala qilmayotgan ota-onasining ertalabdan shivir-shivir qilib qolganiga ajablandi. Akasi go'sht do'koniga chiqib ketdi. Onasi mehmonxonaga joy sola turib, qizni chaqirdi va dangal qilib sovchi kelayotganini, o'g'lini ham olib kelishayotganini aytdi. Ustiga tuzukroq kiyinib olishni tayinladi. Yosh katta bo'ladimi? Qiz bola baribir qiz bola-da. U qizarib ketdi. Onasiga indamay tezgina xonasiga kirib ketdi. Avaz mehmonlarni xush kayfiyat bilan kutib oldi. Do'stlar quchoq ochib ko'rishdi. O'g'lini ham birga olib kelishgan ekan. U bilan ham qo'sh-qo'llab ko'rishdi va mehmonxonaga boshladi. Avval suyuq taom tortildi. So'ng osh suzildi. Oshdan keyin mehmon muddaosiga o'tdi. Do'stim, senga aytgan o'g'lim shu. Sen kichiklarimni ko'rgansan. Ismi Ro'zimurod. O'zimizda faqat boshqa tumanda konda ishlaydi. Shu ish deb yuraveribdi. 30 ga chiqqanini hatto men ham payqamay qolibman. O'zi ham bir og'iz baraka topkurlar meni uylantirib qo'yinglar demabdi-ya deb qah-qah otib kuldi. Avaz ham kulgiga jo'r bo'ldi. Dildora sovchi kelsa, hayajonli bo'lsa kerak deb o'ylardi. Nimagadir qalbida na hayajon, na entikish, hech narsa yo'q. Faqat uydagilardan xijolat bo'lyaptimi, hech kimni ko'ziga ko'ringisi kelmayapti. Bir payt onasi chaqirib mehmonxonaga kirgizib yubordi. Otasi bilan do'sti tashqariga chiqishgan shekilli. Xonada mehmonning o'g'li o'tirgan ekan. Salom berib kirdi. Yigit alik oldi. Yoqimsiz sukunat. Nihoyat yigit gap boshladi. Ismim Ro'zimurod. Dadangning o'rtog'ini o'g'liman. Ishim uzoqroq yerda. Haftada bir uyga kelaman. Savollaring bo'lsa ber. Yigitni so'rashmasdan tez-tez muddaoga o'tganimi yoki sensirab gapirishimi, nimadir sovuq edi. Balki nigohlarimi? Dildora indamay tingladi va eshitilar-eshitilmas savolim yo'q dedi. Ro'zimurod unga yaxshi ruxsat degandek yelka qisib qo'ydi. Dildora xonadan chiqayotib,
Sekin nazar soldi. Yigitni yuzi rangpar, ozg'inligidan chakak suyaklari bilinib turibdi. Chakka sochlari siyrak edi. Betoqat bo'lib kutib turgan onasining nigohi savolga to'la edi. Dildora xo'rsinib, "Bilmasam", dedi. Shu topda yoqmadi desa, o'zi umringda birinchi marta sovchi kelganda, "Bu nimasi?" deb yuziga solishidan cho'chidimi? Xullas, qalbini chulg'agan g'ashlik haqida hech narsa demadi, deya olmadi. Dildora onasini hech bu qadar g'ayratli, shod ko'rmagandi. Hali chinni bozorga borsa, hali pardaga chopadi. Olib kelgan buyumlarni qo'shni ayollarga bittalab ko'rsatadi. Dildorani chevarga sudraydi. Otasi ham Zebo so'ragan pulni beradi va odatiga xilof ravishda hisob so'ramaydi. Dildora ota-onasidagi bu ko'tarinki kayfiyatning sababi yaqinda bo'lajak to'y ekanini biladi. Ha, har bir ota-ona, ayniqsa o'zbek to'y qilsam, elga osh bersam deb orzulaydi. Otasining do'sti o'shanda o'g'li bilan bir kelganicha keyingi safar ikkita qariya bilan kelib, non sindirib, bir yo'la to'yni ham belgilab ketishdi. Roppa rosa bir oyda to'y. Avvalgi qishloqdoshlari quda bo'lmish kim ekan deb xo'p qiziqishdi. Turli tuman taxminlar to'qildi. Bu qishloqda chetga qiz uzatish kamdan kam hollarda ro'y berardi. Mabodo kim uzoqqa qiz bersa, qizi yurt oshib ketdi deyishardi. Ammo bu gaplar na Avazning, na Zeboning qulog'iga kirmasdi. Ular tez kunda uylarda chalinadigan karnay sadolarnigina eshitishardi. Avaz uylarning yengilgina ta'mirini ham boshlab yubordi. Qishloqlarda oqlangan devorlar u yangi bo'yoq surtilgan darvoza bu xonadonda bo'ladigan to'y shukuhidan darak berardi. Hamma xursand. Faqat Dildoraning ko'ngliga chiroq yoqsa yorishmaydi. Bir dardkashga ehtiyoj sezadi. Na opa-singlisi, na bir dil yorishga dugonasi bor. Onasiga bor dardini to'kib solgisi keladi. Ammo endigina tabassum yugurgan bu yuzlarni g'amga chulg'ashga botinmaydi. Bo'lmadi. Baribir onasiga yorildi. Kech orasi Chevarning uyidan piyoda qaytayotgan edilar. Dildora to'xtadi. Onasi ajablanib ortiga qaradi. Qiz yerga qarab, "Oyi, men qanday qilib birovni uyiga boraman? Tanimagan odamim bilan qanday yashayman? Ismidan boshqa hech narsani bilmayman-ku u haqida. Aqalli mendan rozilik ham so'ramadi-ku." Xo'rligi kelib yig'lay boshladi. Zebo uyoq bu yoqqa tezgina qarab oldi-da, qiziga yaqin kelib do'q aralash shivirladi. "Ahmoq qiz, bu nimasi katta ko'chada? Otangdan rozilik oldi. Bo'ldi-da. Shukr qilsang-chi, yana 1-2 yil o'tirganingda xotin qo'ygan yo xotini o'lganlardan sovchi keladi. 28 ga chiqasan hademay. Tanimayman emish. Bittasi otangmi? O'ldim, kuydim deb olgan bir umr ko'zimni ochirmadi. O'zing ko'z suzgansan, yengil tabiat bo'lgansan deb." Dildora anchadan beri qalbida yig'ilib yotgan dard hasratini, xavotirini ko'z yoshlariga erk berib ham arita olmadi. Qani endi shu topda onasi bir bora bag'riga bosib, "Yig'lama bolajonim, o'rgilay sendan" desami? Yo'q. Umrida biron marta onasining ko'ksiga bosh qo'yib erkalanmabdi-ya. Eshitgani faqat dashnom, tanbeh. Eng yomoni otasidan shikoyat edi. Shu topda, aqalli shu topda bag'riga bossa-chi, nima to'sqinlik qiladi? Yurmaysanmi serraymay? Bo'ldi, yig'ishtir yig'asig'ini. Erta bir kun xursand bo'lasan, bolali bo'lsang, bolang o'lja bo'lib qoladi. Onasi o'ziga o'zi gapirgandek shitob bilan keta boshladi. Dildora ham hiqqallab ortidan ergashdi. Avaz bugun el yurtga osh beryapti. Bu kunlarni qancha kutdi-ya. Ammo jo'rasiga qoyil, bopladi. Katta mashinada 2 katta qo'y, qoplarda guruch unlarni ortib kelibdi. Kelgan mehmonlar ham bashang kiyingan. Obro' bo'lsa shunchalik bo'ladi-da. Ko'rib qo'ysin qishloqdoshlari. Oshga kelgan quda taraf bir yo'la kelinni ham olib ketishar ekan. Uzoq yo'l. Atrofni tutgan surnayning mungli nolasi Dildoraning dardini, ohini ifoda etardi go'yo.
Kuyov keldi, kuyov keldi. Ayol qizlarning shivir-shivirlari ketidan hamma yoqni ertalab qudalar bilan birga kirib, ko'chaning boshiga tizilgan mashinalarning ustma-ust signalining ovozi tutdi. Poyandozni bosib kirib kelgan kuyovga 3 marta ta'zim qilgan Dildora u tutqazgan guldastani ohista oldi. Oq fotiha berayotib, otasining ovozi titrab ketdi. Akalari ham bir-bir bag'riga bosib xayrlashdi. Mashina masjidning yoniga yaqinlashguncha signal berib bordi. Ortidan mahallani o'yinqaroq bolalari yugurib qolishdi. Imom nikoh o'qishdan avval guvohnoma so'radi. Kuyov tomonidan vakillar qog'oz hali tayyor bo'lmaganini, tayyor bo'lishi bilan nusxasini tashlab ketishlarini aytib, iltimos qilib turib olishdi. Imom yoshi kattaroq kishi ekan. Mayli. Ammo va'da. Allohning uyi. Uni buzish mumkin emas. Tayyor bo'lishi bilan albatta olib kelib bering. Qizimiz uzoq yo'lga mahramsiz ketmasin deb rozi bo'ldi. Uzundan uzun yo'l. Dildora tushundiki, nikoh qudratli rishta ekan. Imomni salmoqlab qilgan ma'ruzasi. Juftlarning burch va majburiyatlari haqidagi nasihatlari sababmi? Endi xavotirlari biroz chekingandek bo'lib, ko'ngli ham sal isigandek, xullas, tushunarsiz hislar og'ushida edi. Mahr uchun deb taqdim etilgan nikoh o'ziga ham qo'llariga lop-loyiq keldi. Va nihoyat Ro'zimurod Dildoraga qarab, "Charchamadingmi?" dedi. Javobni ham kutmay davom etdi. "Kuyov qayerga yo'qoldi, xabarim olmadi deb o'ylagandirsan. Aytuvdim-ku konda ishlayman deb. Shu oy uyga ham kelmay ishladim. U yoqlarda umuman aloqa yo'q." U gapirgan sari Dildoraning xavotiri arib, ko'ngli sal ravshan tortib borardi. Mayli. Har holda izoh berdi-ku, demak, yomon emas shekilli. Shofyorning yonida o'tirgan tasvirchi yigit kelinni juda hijolatga qo'ydi o'zi ham. Keng dalalarda to'xtatib, fotosessiyani boshlab yubordi. Kelin bola kuyovga qarab jilmaying, yelkasiga bosh qo'ying deb qistaydi. Osonmi? Umrida ikkinchi marta ko'rib turibdi-ku o'zi. Sezdi. Ro'zimurod ham betoqat edi. Bu yerning to'ylari ham o'zlarining qishloqdagi to'ylariga o'xshab ketarkan. To'y davomida deyarli hamma mehmon ular o'tirgan stolning orqa tomoniga o'tib, navbatma-navbat kelin-kuyov bilan suratga tushishdi. Onalarga tabrik so'zi berildi. Dildora sochlarini turmaklab, zamonaviy kiyingan onasining yonida turgan, juda oddiy libosda, ro'molini orqadan o'rab olgan, yelkalari ham biroz bukchaygan, ammo yuzlari farishtali ayolga zimdan razm soldi. Qaynonasiga guldastani berib, tortinib yelga tutgandi. Ayol kelinini mahkam bag'riga bosib, ikki yuzidan o'pdi. Keyin yuzini qo'llari bilan artib ham qo'ydi. Davralarda o'ynasin onam qo'shig'iga ikki qo'lini ko'tarib raqs tushayotgan, ayni paytda ko'zlaridan oqayotgan yoshlari bilan o'zgacha istarali edi ayol. Bu xonadon o'z uylaridan tamomila farq qilardi. Ularnikida do'konning oldi hamisha gavjum bo'lar, osh-ovqatni ham navbat bilan yeb savdoga chopishardi. To'ydan keyin bir hafta yurgan Ro'zimurod ishiga oshiqdi. Shu bir hafta ham oshna-og'aynisidan ortmadi. Juda kam gapmi yoki u bilan gaplashgisi yo'qmi, Dildora tushunmadi. Katta qaynisi shaharda ishlar ekan. Kichigi unikida turar ekan, talaba. Qaynotasi qandaydir tashkilotda shofyor ekan. Xullas, hamma ish ishiga ketib, qaynona kelin uyda qolishdi. Qaynonasi har gapida bolam, bolajonim deb yiru ko'kka ishonmaydi. Sensirab gapiradi, lekin samimiy, yoqimli. Faqat nimagadir sal hayajonlansa ham yig'lab yuboradi. Nima ish qilsa baravar yordamlashadi. Kelin ko'rgani chiqqan qo'ni-qo'shniga ko'zda yosh bilan kulib, "Hamsoya, menga ham Xudo qiz berdi mana" deb maqtanib ham qo'yadi. Qaynotasi kelsa-ku, o'tkazgani joy topmaydi. Dildora qarab tursa, qaynonasi juftidan ancha qari ko'rinar ekan. Shundanmi yoki bularning hammasini fe'li shundaymi? Qaynotasi xotiniga jerkiproq muomala qilgandek tuyuladi. To'ylariga 6 oy bo'ldi. Dildora sanab yuribdi. 5 marta kelib ketdi Ro'zimurod. Bu orada o'zi 2 marta qizlik uyiga borib keldi. Ba'zan uning xayol surib qolganini ko'rgan qaynonasi, "O'ylama bolam, erta-indin kelib qoladi. Otasiga aytaman. Telefon bilan gaplashadi" deydi. Tavba. Ketganidan beri 2 marta xabar yozdi.
tinchmisan deb. Baribir kutarkan odam. Tiq etsa telefonga qaraydi. O'zi bir ikki qo'ng'iroq qilganda o'chik ekan. Negadir shu kunlarda erta sahardan boshi aylanib ko'ngli behuzur bo'lyapti. Orqa hovliga o'tib, o'xshayotganini ko'rgan qaynonasi ko'ziga yoshi bilan Dildorani mahkam bag'riga bosdi. Nimagadir kech orasi qaynonasi ham sarosimada edi. Ayniqsa qaynotasi. So'kinib kimlargadir telefon qiladi. Diqqat bo'lib u uyga kiradi, hovliga chiqadi. Dildora endi idish-tovoqlarni saramjonlab uyiga kirib ketayotganda eshik zarb bilan taqilladi. Qulflanmagan eshikni bir tepib ikki erkak va bir ayol bostirib kirdi. Qaynonasi turgan joyida qotib qoldi. Qishki kepka bostirib olgan erkak ustiga kostyumini ilib chiqqan qaynotasiga qarab, "Menga qara. Kechgacha kutaman deganmidim senga. Bemalol o'tirishini qara buni." Ular bilan kelgan sochi sariq, to'lachadan kelgan ayol ham qaynotasiga ham qaynonasiga qarab, "Yo qizimni odamga o'xshab to'y qilib olasan, yo bolangni qamoqda chiritaman", dedi ko'zlari olayib. Qaynonasi shundoq loy yerga tiz cho'kib o'tirib qoldi. Keyin ojiz ovozda, "Otang yurgan yo'ldan yurdingmi bolam?" deb ingradi. Birinchi qism tugadi. Tinglaganingiz uchun rahmat. O'lja. Ikkinchi qism. Muallif Mahbuba Bahodir qizi. Kelganlar haqoratlab, po'pisa yo tahdid qilib ketdi. Ularning ovozlari Dildoraning qulog'iga kirmas. Muzdek suv olib chiqib, lablari ko'karib, dag'-dag' qaltirayotgan qaynonasining og'ziga tutar. "Jon, oyijon, bitta xo'plang", derdi. Bo'lmadi. Ular ketgach, tez yordam chaqirdi. Qon bosimi hamda qand kasali bezovta qilgan ekan. Muolajadan so'ng xiyol ko'zini ochgan ayol shiftga qarab yotar, ko'zlaridan yosh sizib turardi. Qaynotasi ayoliga aqlli "Tuzukmisan?" ham demadi. Shoshib mashinada qayergadir chiqib ketdi. Qaynonasiga choy damlab kirgan edi. U Dildorga qaramay, ko'zlarini shiftga tikkancha bo'g'iq ovozda so'zlay boshladi. "Shuyam bormadi peshonamda. Endi nima qilaman? Bolam, bizni kechir." O'pkasi to'lib, lablarini qattiq tishlab turdi-yu, o'kirib yig'lab yubordi. Dildora shundagina hodisaning dahshatini his etdi. U haldan buyon mojaro qaynilari bilan bog'liq deb o'ylab, qaynonasining sog'lig'idan boshqa narsaga u qadar ahamiyat bermagandi. Ko'z o'ngida erining hissiz qiyofasi, sovuq qarashlari keldi. Hamma narsani tushundi, lekin yig'lamadi. Toshdek qotib qoldi. Xayolida endi nima qilaman, qayerga boraman? Ko'z yoshi tinmaydigan, xasta bu ayolni qanday tashlab ketaman degan o'ychan urardi. O'ylab qarasa bu oilada shu mushtipardan boshqa bog'lab turuvchi rishta ham, suyanchig'i ham yo'q ekan. Qaynotasi shitob bilan kirib keldi va behol yotgan ayoliga qo'lini bigiz qilib do'q ura ketdi. "Ko'rib qo'y tarbiyalagan bolangni ahvolini. El yurt oldida boshimni egdi bu maraz. Xabar berishdi. Allaqachon tiqib qo'yishibdi arzandayni. Qiz 20 yosh ekan. Zaksdan o'tkazib, to'y qilib nomini oqlab olsang, chiqadi bolang" deb oyoq tirab turib olgan tog'asi. Otasiz o'sgan ekan. Qaynotasi tupuk sachratib baqirib bor alamini to'kardi. Qarasa qaynonasi og'zini katta-katta ochib, ko'zlari olaya boshladi. Dildora tokchadagi suvdan tutdi. Qaynotasi sovuq qarab turib qo'lini siltab so'kingancha chiqib ketdi. Dildora tezroq bu yerdan ketishi kerakligini tushundi. Yugurib xonasiga kirdi. Shoshilib kiyindi. Pasportini olib qaynonasi yotgan uyga kirdi va oyoq tomoniga o'tirdi. Ohista gap boshladi. "Oyijon, endi men bora qolay." O'zi kutmagan holda yig'lab yubordi. Burnini tortib davom etdi. "Siz dunyodagi eng mehribon onasiz. Xuddi bir umr siz bilan yashagandekman. To'g'risi, o'g'lingizni e'tiborsizligini ham unchalik o'ylamasdim. Sizni mehringiz hamma narsani qoplardi. Sizni sog'inaman. O'zingizni ehtiyot qiling." Shunday deb ko'z yoshlari tinmayotgan ayolni quchoqladi. Holsiz yotgan ayol ilkis turib o'tirdi. "Hech qayerga ketmaysan. Endi qizimni topdim deganimda." Qattiq bag'riga bosib, "Jon bolam, sabr qilib turgin.
Xudo bir yo'l ko'rsatar, deb xuddi hozir ketib qoladigandek uni mahkam quchoqlab olgandi. Dildora yana tobi qochib qolmasin deb boshini silkib, xo'p ishorasini qilib, avaylab joyiga yotqizdi. O'zi esa kravatning oyoq tomoniga bemajol bosh qo'yib o'tirdi. Yarim kechada ikki ayol bedor edilar. Ikkisi ham taqdirning kutilmagan zarbasidan ojiz, haqiqiy ojizi edilar. Bir payt qaynonasi xo'rsinib gap boshladi. Uxlamayapsanmi, bolam? 18 yoshimda shu xonadonga kirib keldim. Yosh edim, g'o'r edim. Qaynonamni bir og'iz shirin so'ziga zor bo'lib yashadim. Erim chetga qatnar, meva tashiydigan mashina haydardi. Uyga bir oyda bir, 2 oyda bir kelardi. Kelmasa qani edi deb turardim. Bir umr haqorat va tuhmatga qolib yashadim. Biron qarindoshimni to'yiga bormabman. Jigarlarimnikiga to'y hashamda borib, bir chekkada qimtinib o'tirsam ham, kelganimdan keyin qiyomat bo'lardi. Yo'q yerdagi tuhmatlar bilan siylardi. Bolalar biron ayb ish qilsa, sen buzgansan deb malomat qilardi. Hech qachon hech narsaga huquqim yo'q edi. Hatto seni kelin qilayotganimda qani edi, kelinni menam bir ko'rsam, menam ayol bo'lib sovchilik gashtini sursam deb o'ylagandim. Allohim mehribon, so'raganimdan ziyodasini berdi. Dildoraning qo'llarini paypaslab siladi ayol. Keyin davom etdi. Ot yurgan yo'llarni toylar bosadi, deganlari haq ekan. Otasi bolalarim bo'y yetganda shunday gap so'zga qo'yib, qishloqqa sharmanda qilgandi. Hech kim qiz bermadi. Bolam 30 ga chiqquncha qaynonasi jim bo'lib qoldi. Dildora sekin uning ustini o'rab qo'ydi va shu xonada o'tirib, tonggacha ich-ichidan to'kilib yig'ladi. Tong yorisha boshlaganida ayolning yuzidan ohista o'pib, narsalarini olib, orzu-umidlari ko'milgan bu dargohni tark etdi. Dildora qishloqqa kirib borganida vaqt shomga yaqinlashib qolgandi. Shofyorga kutib turishini aytib, akasi bilan ham so'rashmay do'kondan pul olib uzatdi. Zebo bilan Avaz baravar tinchlikmi deb so'rashdi. Dildora, o'zim keldim, dedi-yu, ortiqcha savolga o'rin qoldirmay o'zini xotirjam ko'rsatishga urindi. Ota-onasi og'ziga yoqqan ovqatlarni tutishga harakat qilib, hali kuyovining, hali qudalarining hol ahvolini so'rashadi. Dildora hamma yaxshidan nariga o'tmadi. Tun. Yaxshiyam tun bor. Qoragan vujudiga orom, xayollarga to'zim bo'lgan bu tun bag'rida o'zini dunyodagi eng baxtsiz, eng yolg'iz inson his qilib, dunyo ko'ziga qorong'u bo'lib, ko'z yoshlariga erik berdi. Shunda vujudida nimadir yo'q. Kimdir o'zining mavjudligidan ishora berib, lip-lip etdi. Dildora bir zum to'xtab, qalbi hech qachon tuymagan bir hisni tuydi. U yolg'iz emas-ku. Endi ham jilmayib, ham yig'lardi. Erta tongdan ota-onasi tortishyapti chog'i. Baland-baland tovushdan uyg'ongan Dildora yuz qo'lini yuvib chiqdi. Otasi qizarib ketgan, og'ziga kelgan so'zlar bilan qudalari-yu, nomard kuyovining go'riga g'isht qalardi. Zebo ko'zda yoshi bilan dam eriga yopishar, dam qarg'anardi. Avaz yer chizib turgan Dildoraga qarab, "Nega aytmading bizga? Borib chavaqlab kelaman hammasini. Qaynotang telefon qilib shunaqa bo'p qoldi deydi, nomard. Bolangni eplolmasang, nima bor edi meni eshigimda?" Davomi so'kinishlarga ulandi. Zebo Dildoraning o'ziga yopishdi. "Bitta erni epini qilmay, lallayib kelaverdingmi? Chaqirmaysanmi bizni? Mahallada sharmandasini chiqarib, tug'ilganiga pushaymon qilib kelmasmidim yer-yutqurlarni?" Otasi o'rnidan sakrab turdi. "Militsiyaga beraman." Ko'zlari sovuq yiltirardi. Zebo battar uvoz soldi. "Qanaqa militsiya? Zaksi yo'q, boshqasi yo'q. Kim tan oladi? Militsiyamish." Otasi holsiz o'tirib qoldi. Dildora ota uyiga qaytganiga ham 5 oydan oshibdi. Chiqqan qiz chig'iriqdan tashqari deganlari rost ekan. Bu yerda nimadir avvalgidek emas. O'zini ortiqcha sezadi. Imkon boricha betob bo'ladimi, boshqami, hech kimga og'irligini solmaslikka harakat qiladi. Do'kondagi og'ir yuklarni ham tushirib ketaveradi.
Avvallari xohlasa qilardi, xohlasa dam olardi. Hozir o'zini ortiqcha tomoqdek sezadi. Tunu kuni kichik ukasi do'konda, katta akasi, onasi uchalasi ovqatlanib o'tirganlarida Zebo o'g'liga qarab yana yozg'irib qoldi. Sen ham bunday yigit bo'lib, qiz topa qolmading. Sen tengilarni bolalari maktabga chiqdi, dedi o'q tortib. Akasi to'lib turgan ekanmi? Kimning ko'zi uchib turibdi? Shu uyga kelin bo'laman deb. Manavi ham qaytib kelib o'tiribdi kamga, deb Dildoraga qaradi. Dildora akasining ko'zida birinchi marta begona nigohni tuydi. Seskanib ketdi. Bugun otasi bilan katta akasi molga ketgan. Kichik akasi o'rtog'imning to'yi deb ertalabdan otlanib chiqib ketgan. Demak, bugun savdoga kechgacha bir o'zi qaraydi. Oy kuni yaqinlashib qolganligami, tik oyoqda tursa beli, butun vujudi zirqirab og'riydi. Dildora ketgandan keyin do'konni ancha kengaytirishibdi. Yoniga bitta xona qurib ichkilik ichuvchilar uchun sharoit, stol qo'yishibdi. Avvallari e'tibor qilmasmidi. Hozir ichkilik ichish uchun to'plangan otasi tengi qishloqdoshlari unga yomon nazar bilan qattiq tikilib qarayotgandek tuyuladi. O'zini juda xor sezadi. Kun bo'yi bir o'zi ishlagani uchun yarim kechgacha hamma yog'i qaqshab og'rib, keyin ko'zi ilingan ekan. Kuchli og'riqdan uyg'onib, beixtiyor "Oyi!" deb ingrab yubordi. Bahorning ilk kunlarida jajji, murg'akkina mo'jizani qo'liga olgan Dildora sevinchdanmi, yolg'izlikdanmi ko'z yoshini tiya olmadi. Lekin endi uni yashashga, kurashishga undovchi kuch borligini ich-ichidan his qildi. Tug'ruqxonadan dabdaba bilan chiqayotgan chaqalog'ini turmush o'rtog'iga tutqazib, o'zi bir quchoq gulni quchib, guldek yashnab turgan kelinchaklarga havas bilan boqib, biroz xayollab qolgan Dildora onasining "Tezroq yur" deyishidan o'ziga kelib, bolasini bag'riga bosgancha odimladi. Shu 3 kun mobaynida oila katta baxt ekanligini angladi. Yosh otalar go'daklariga hali taglik, hali bo'tqa tashigan, ayollarga tinimsiz qo'ng'iroq qilib, go'dagining rasmini yuborishni so'ragan. O'sha lahzalarda Dildora beozorgina uxlab yotgan o'g'liga termulib, "Jajjiginam, garchi otangning quvonchi bo'lmasa ham, sen dunyoga men uchun umid bo'lib kelding. Bor umidim sensan. Umidjonim o'zimni" deb o'z-o'ziga dalda berardi. Mahallaga kiraverishda ko'chaning boshida turgan xotinlarni ko'rgan Zebo ruldagi o'g'liga qarab, "Tezroq hayda. Bu bekorchilarga gap topiladi endi", dedi. Dildoraning qaddi battar bukilib, o'pkasi to'ldi. Yozning jazirama kunlari. Umidjonni uxlatib, kechki ovqatga unnayotgan Dildora otasi bilan baland ovozda gaplashayotgan onasining ovozini eshitib, ular o'tirgan uyga xavotirli nigoh tashlab qo'ydi. Biroz o'tib onasi qandaydir mamnun qiyofada chiqib keldi va qiziga so'z qotdi. "Ana, hech narsa jazosiz qolmaydi. Bizlarni kuydirib, o'tga tiquvdi. Oilang bilan qirilib qolgurlar. Qaynonang o'lib olibdi", dedi. Dildora onasiga tikilib turib, izillab yig'lab yubordi. Zebo angrayib qoldi. Xonasiga yugurib kirib ketgan qizining ortidan labini burib, "Jinnimi?" deb ko'ksiga tufladi. Dildora onasidan eshitgan xabardan karaxt holatda uyning u burchagidan bu burchagiga borib kelar, ko'z yoshi tinmasdi. Keyin uxlab yotgan o'g'liga ko'zi tushib, bolani qo'liga olib qattiq bag'riga bosdi. "Bu joningdan ayrilib qolibmiz-ku bolam. Qandoq buving bor edi-ya. Munisginam, seni bir ko'rsatmoqchi edim-ku", pichirlab yig'ladi. To'y oqshomida qo'llarini baland ko'tarib, ko'zda yoshi bilan o'ynayotgan qaynonasi ko'z o'ngidan o'tib, o'pkasini bosolmay qoldi. Do'kondan fayz ketdi. Oziq-ovqat rastalari bo'shab, ularni o'rnini ichkiliklar egallagan. Kunda shunda ichuvchilar bir-birlari bilan yoqalashgan. Xullas, to's-to'polonning ini edi. 5 yoshlardan oshib qolgan Umidjonni uzoq bo'lsa ham tumandagi bolalar bog'chasiga bergan Dildora tunu kun biror ish topishni o'ylardi. Savdo qilishga ortiq toqati yetmayapti. Katta akasi shaharga molga qatnab yurib, boshqa millatga mansub bitta bolali juvon bilan tanishib, o'shani uyiga qolib ketdi. Kichigi ishlagani chetga ketaman deb turib oldi.
Otasining hayhaylashiga qaramay, bir kechada narsalarini yig'ib, xayr manzursiz jo'navoribdi. Onasi uzzukun do'konda bo'lgani uchunmi, battar diydasi qotib, asabiy bo'lib qoldi. Otasi qo'y kelgan mijozlarga sherik. Avvalgi shashtiyam, g'ayratiyam yo'q. Doim shirakayf. Dildora bugun ish qidirib ancha joyga uchrashdi. Hunari yoki biror hujjati bo'lmasa ish topish amri mahol ekan. Bog'chaga ham kech qoldi. Xayriyat, bog'cha opalar kechikkani uchun qo'yishmadi. Bolasining qo'ldan mahkam ushlab, deyarli yugurtirib olib ketayotgan edi. Umidjon qo'li bilan ko'rsatib, 10 metr naridagi tamaddaxonaga qarab, "Pirojki yeyman, qornim ochdi" deb do'st solib qolsa bo'ladimi? Qarasa, o'rta yoshlardagi bir erkak tik turgancha, bir qo'liga tarelkani ushlab olib, ishtaha bilan issiq bug'i chiqib turgan pirojki yeyapti. Orada tarelkani qo'yib, bakaldagi issiq choydan ho'plab qo'yadi. Bu-ku bola ekan. Uni ko'rib Dildorani ham ishtahasi ochildi. Lekin kuni bo'yi ish qidirib tentirab, ketish yo'lkiradan boshqa ortiqcha puli ham qolmagandi. Bolasiga yalinchoq ohangda, "Jon bolam, iltimos, yura qolgin. Hozir avtobusga ham kech qolamiz. Uyda o'zim undan zo'rini pishirib beraman senga", dedi. Qani bola ko'nsa. Katta ko'chada ovozini boricha dodlardi. Shu payt boyagi kishi, "Kel polvon, ikkalamiz yeymiz, kela qol", dedi. Umidjon yalt etib onasiga qaradi. Dildora bolasiga bir o'qrayib qaraganda, bolasi battar yelkalari silkinib yig'ladi. Unaqa urishmang-da polvonni, ola qol", deb qo'liga bitta pirojki tutqazdi. Dildora xijolatdan qayoqqa qochishni bilmaydi. Umidjon hiq-hiq qilib pirojkidan tishlardi. Orada burnini tortib qo'yadi. Erkak bolaga jilmayib qarab turib, "Sen yaxshi bola ekansan, ola qol o'g'lim", dedi. Shunda Umidjon ko'zlarini katta-katta qilib, "Siz meni dadammisiz?" dedi. Dildora dovdirab qoldi. Qarasa boyagi kishi ham nima deyishini bilmay kalovlanib turibdi. Keyin bir narsa yodiga tushgandek jilmayib, "Meni ham xuddi senga o'xshagan o'g'illarim bor-da, ularga o'xshar ekansan. Shuning uchun o'g'lim dedim", dedi. U gapini tugatar-tugatmas Dildora bolasining qo'ldan mahkam ushlab, deyarli sudrab ketdi. Kuzning qorong'u oqshomidagi muzdek havo ham unga yetmayotgandek edi. Og'zini kappa-kappa ochib, ko'z yoshini qaytarardi. O'g'li ulg'ayibdi. Mana bir hafta bo'ldi. Dildora tinimsiz ish izlaydi. Ijtimoiy tarmoqlarda berilgan e'lonlar bilan ham tanishib chiqdi. Aksariyat reklamalar tarmoqli marketing, ya'ni pul tikish evaziga biror kompaniyaga a'zo bo'lish mazmunidagi takliflar edi. Nahotki ish topolmasa, hademay o'g'li ham maktabga chiqadi. O'ziga xos xarajatlar degandek. Umidjonni bog'chadan olishga bugun ham biroz kech qoldi. O'g'li bilan yana bitta qiz qolgan ekan. Bog'cha opasi shu ikki bolaga televizor qo'yib berib, o'zi yozuv stolidan bosh ko'tarmay nimalarnidir qoralayapti. Dildora u bilan so'rashdi-da, keyin sal tortinib, "Malika opa, sizlarda ish yo'qmi? Tarbiyachi yordamchisimi? Oshxona xizmatchisimi? Shu ishga kirsam degandim. Baribir har kuni bog'cha bahona markazga qatnayapman." Umid bilan boqdi. Malika opa keskin bosh chayqadi. "Yo'q. Kecha sherigim Dilbar ham jiyanimni joylay olmayapman degandi", dedi. Dildora shashti tushib, "Mayli unda", deb ketayotganda, Malika opa, "Shoshmang. Agar ishlayveraman desangiz, shundoq yonimizdagi sport majmuasiga farrosh kerak edi. O'tgan hafta bitta raditilim sherigim bo'shab ketdi. Odam yo'q o'rniga qiynalib ketdim", deyotgandi. "Agar odam olishmagan bo'lsa, yana bilmadim. Borib ko'rasizmi?" dedi qandaydir xayrixoh ohangda. Dildora quvonib ketdi. "Hozir borsam bo'larmikin?" dedi shoshib. Malika opa, "Ha, ularda endi ish qizg'in payti. Soat 9:10 gacha odam bo'ladi", dedi. Dildora bolasini yetaklab go'yo uchib borardi. Odamlardan so'rab-so'rab majmuani topdi. Ichkarida kimono kiygan turli yoshdagi bolalar, ularni kutib, telefon titkilab o'tirgan ota-onalar bilan gavjum edi. Dildora kimga uchrashishni bilmay esankirab turganda, shu paytda Umidjon, "Oyi, qarang dadam", dedi. U bolasi ko'rsatgan tomonga ilkis burilib qarab, o'zlari tomonga jilmayib kelayotgan
O'sha kuni Umidjonni pirojki bilan siylagan kishini ko'rdi. Negadir bolasi u tomonga chopqillab borib ko'rishdi. Dildora noqulay ahvolda qolgandi. Eshitilar-eshitilmas salom berdi. U kishi boshini silab alik olib, Umidjonga qarab jilmaydi va "Ha, polvon, karatega keldingmi?" deb so'radi. Umidjon uning gapini tushunmadi, og'anasiga qaradi. Dildora ham nima deyishini bilmay rostini aytib qo'ya qoldi. "Yo'q, men ish izlab keldim." Erkak uni hijolatga qo'yishni istamay, to'g'risidagi eshikni ko'rsatib, "Ho, anavi eshikda boshliqlar o'tirishadi", dedi. Qo'shimcha qildi. "Xohlasangiz polvon men bilan o'tirib turadi", dedi. Dildora tezroq kirmasa ishsiz qoladigandek bolasini qo'lini qo'yib yuborib, ko'rsatilgan xona tomonga shoshilib ketdi. Ichkaridan chiqsa, o'g'li begona kishi bilan ancha til topishib olgan shekilli, tinimsiz nimalarnidir tushuntirardi. Dildorani shashti pastligini ko'rgan zahoti samimiy ohangda "Nima, o'xshamadimi?" dedi. Dildora boshi bilan tasdiqlab, "Ha" ishorasini qildi. Erkak biroz o'ylanib turdi. "Ishlab chiqarish sexida ishlay olasizmi?" deb so'radi. Dildora o'ta tushkun kayfiyatda "Tikishni bilmayman-da", dedi. Erkak uni oyna tomonga boshladi. Derazadan ko'rinib turgan korzinka binosiga ishora qilib, "Shu supermarketning orqasida sariqqa bo'yalgan bino bor. Ertaga o'sha yerga borib, Mahfurat opa degan ayolga uchrashasiz va Ulug'bek aka yubordi deysiz", dedi. U gapini tugatar-tugatmas, biri 10, biri 14 yoshlardagi terlab ketgan bolalar yugurib kelishdi. Yoshi kattasi "Dada, ketdikmi? Tugadi mashg'ulotimiz", dedi. Dildora bu odamga rahmat deyishga ham ulgurmay qoldi. Ikkinchi qism tugadi. Tinglaganingiz uchun rahmat. O'lja. 3-qism. Muallif Mahbuba Bahodir qizi. Kech orasi uyga kirib kelgan Dildora yana to'polonning ustidan chiqdi. Otasi mast edi. Og'ziga kelganini qaytarmay hali dom-daraksiz ketgan bolalarini, hali Zeboni siylardi. Zebo ham bo'sh keladi emas, eri bilan teppa-teng olishardi. Dildora oxirgi paytlarda sezib yuribdi. Janjal bo'lsa, o'g'li ikki qo'li bilan quloqlarini berkitib ovozsiz yig'laydi. Bugun ham bola bechoraning o'takasi yorilmasin. Shuni o'ylab tezgina xonasiga olib kirib ketdi. Avtobusda uxlab kelgan Umidjon uyqusi chala bo'lgani uchunmi, yo janjallardan qo'rqibmi, baralla ovozda yig'lar, ora-orada "Dadamga boraman" deb depsinib qo'yardi. Erta tongdan hovlidagi xazonlarni supurib kirgan Dildora kechagi kishi aytgan manzilga borishini ham, bormasligini ham bilmay bosh qotdi. Keyin birinchi marta "Allohga tavakkal, o'zi qo'llasin" deb pichirlab, beixtiyor yuziga fotiha tortdi. Qidirgan manzilini topish qiyin bo'lmadi. Shundoq kechagi majmuaning ro'parasida ekan. Ixlos bilan o'ng oyog'ini bosib ichkariga kirdi. 2 qavatli bino shinamgina edi. Asosan ayol-qizlarning ovozlari eshitilib turardi. Beixtiyor g'uros kulgi ovozi kelgan xonaga bosh suqdi. Umumiy qilib "Assalomu alaykum, yaxshimisizlar?" dedi. Ish stoli ustida birining qo'lida qaychi, boshqasining qo'lida uzunlik o'lchovchi moslama bo'lgan ayollar har tarafdan alik olishdi. Orasidan do'mboqqina ro'molli ayol ajralib, uni qoshiga kelib, "Keling, singlim", dedi. Dildora "Ish izlab keldim", dedi negadir boshini egib. Ayol "Ulug'bek aka aytgan odamsizmi?" dedi jilmayib. Dildora tez-tez bosh silkib, "Ha, siz Mahfurat opami?" deb so'radi. Ayol ko'zlarini yumib ochib tasdiqladi. Keyin ishchilarga qarab, "Qizlar, charchamanglar", deb Dildoraga yuzlandi. "Qani, yuringchi." Shunday deb ikkinchi qavatga boshladi. Dildora bugunning o'zida ish boshladi. Mahfurat opa juda muloyim ayol ekan. Erinmay ish tartibini tushuntirdi. Bu sex ayollar sumkasi tikish uchun mo'ljallangan ekan. Boya birinchi kirgan xonasi bichish xonasi. Undan tashqari yelimlash xonasi, tikish xonasi, shuningdek, aksessuarlar, qadash va yorliqlar yopishtirish xonalari mavjud ekan. Mahfurat opa samimiy ohangda "Menimcha, hozircha yorliqlarni yopishtirishda ishlaganingiz ma'qul. Agar o'quvingiz, qiziqishingiz bo'lsa, tikishni ham opalaringizday o'rganib olasiz. Qizlarimiz juda ajoyib. Opa-singildek bo'lib ketasizlar", dedi. Dildora mana 3-kun ishga otlanyapti.
Endi hayotga ham qandaydir zavq ortgan, ich-ichidan mamnunlik tuyadi. Faqat o'sha kishiga rahmat aytolmadi-da, lekin kechadan beri duo qiladi. Bugun hammalari birgalikda tushlik qilishayotgan payti. Tushlik ishxona hisobidan ekan. Hamxonasi Nigora Mag'firat opaga yuzlanib, "Opa, ertaga indinga bayram. Bu hayitda ham yana hayitlik puli bo'larmikan? O'tgan yili maza qiluvdik-da. Boshliq baraka topsinlar", dedi. Hamma ishchilar har tomondan boshliqni arqab qolishdi. Mag'firat opa jilmayib, "Albatta. Yana hoji doda o'zlari kelib duo qilib, tabriklab ketsalar kerak. Aytgancha, bu hayitlikda qurbonlik go'shti uchun ham ro'yxatlaringni berganman", deyishi bilan shodon qarsaklar yangradi. Mag'firat opa, "Lekin qizlar, yaxshi ishlashimiz kerak. Narigi sexning obyomi bizdan ancha oshib ketibdi. Boshliq bugun biz tomonga kelib qoladilar. Boya qo'ng'iroq qilgandilar." Hamma ovqatlanib bo'lib ko'tarinki kayfiyatda bir-biri bilan hazillashib, ish joylariga tarqalishdi. Dildora ham ancha qo'li kelishib, endi ishining hajmi orta boshlagandi. U bosh ko'tarmay yorliqlarni chaqqonlik bilan yopishtirardi. Shu payt kimdir yoniga kelganini sezdi. "Ancha o'rganib qoldingizmi? Qiyinmasmi?" degan tanish ovozdan ilkis bosh ko'tarib qaradi. Qarshisida o'sha manzil bergan kishi turardi. "Assalomu alaykum." Dildora beixtiyor o'rnidan turib ketdi. "Bezovta bo'lmang, men shunchaki so'rashib o'tay degandim." Ulug'bek sekin burilib keta boshladi. Shunda Dildora shoshib, "Iltimos, to'xtang. Sizga rahmat ham ayta olmadim." O'ziga tikilib turgan kishidan ko'zini olib qochib, ammo samimiy ohangda, "Katta rahmat. Yaxshiyam bor ekansiz", dedi. Minnatdorchilik bildirdi-yu, qandaydir yengillikni his etdi. Ish vaqti tugab, xotin-qizlar ish kiyimlarini almashtira boshladilar. Kimdir hamma bilan tezgina xayrlashib, uyiga otlansa, kimdir shoshilmay pardoz andozini joyiga keltirib chiqib ketmoqda. Dildora o'g'lini bog'chadan olishga shoshildi. Ishining eng qulay tomoni bog'cha bir qadam, ish vaqti bilan bir xil. Dildora o'zida anchadan buyon kuzatilayotgan ko'tarinki kayfiyat ta'siridami, hayotga tabassum bilan boqa boshladi. Qadamlari ham yengil. Yo'l-yo'lakay Umidjon bergan savollarga dam kulib, dam to'xtab javob beradi. Ba'zan zavqi kelib o'g'lini quvlab qoladi. Uyga kelib tezgina ust-boshini o'zgartirib dasturxon yozdi. Onasi osh damlagan ekan. Turib to'g'radi. Xayriyat, otasi bugun ichmabdi. Suhbatlashib o'tirib ovqatlanishdi. Shu orada Zeboning telefoni chaqirdi. "Ne'mat, yaxshimisan, bormisan?" Beixtiyor o'rnidan turib ketdi ayol. Dildoraning ham, otasining ham vujudi quloqqa aylandi. "Nima bo'ldi? Ish topdingmi? Sovuq emasmi?" "Albatta, sovuq bo'ladi-da. Oldi qish-ku. Issiq kiyimlar oldingmi?" Zebo yoqdan bu yoqqa yurib, nimagadir baqirib gaplashardi. Halidan beri telefonga qo'l cho'zib turgan erini payqamas edi. Nihoyat Avaz ham o'g'li bilan gaplashib, sal yuzi yorishdi. Telefonni yana Zeboga tutqazdi. Xayrlashish ham anchaga cho'zildi. Bu suhbatdan so'ng ayolining uyga tolib qolganini ko'rib Avaz, "O'g'lingga ayt, uyga qaytsin. Shu yerdan ham bir ish topilar", deb o'rnidan qo'zg'aldi. Idish-tovoqlarni saromjonlab Umidjonni oyobxonasiga kirdi. O'g'liga jilmayib, "Bugun qanday ertak eshitadilar, shahzodam", dedi. Umidjon ko'zini yumib o'ylab turdi-da, "Dadam haqida", dedi. Dildoraning hayron boqib turganini ko'rgan Umidjon, "Oyi, shuni ham bilmaysizmi? Pirashka olib bergan dadamchi", dedi xijalab. O'tgan shu bir hafta mobaynida birga ishlaydigan qizlar bilan bu qadar yaqin bo'lib ketganidan Dildoraning o'zi ham hayratda. Ishxona hisobidan beriladigan tushlikdan so'ng bir piyola choy ustida suhbat rosa qizidi. Kimdir biron shirinlik pishirib kelsa, birov bankadan murabbo ko'tarib keladi. Dildora ham bugun o'zi sevib tayyorlaydigan, doim o'xshab chiqadigan asalli shirinlik pishirib keldi. Hamma maqtab yedi. Retsept so'raganlar ham bo'ldi. Maqtov yoqimli narsa ekan. Avvalgi yuzlari qizargan, Dildora jon deb tayyorlash uslubi bilan bo'lishdi. Tushlik uchun ajratilgan 1 soat mobaynida suhbat ancha cho'zildi. Bir payt o'zi tengi Xurshida gap boshlab qoldi. Aytishlaricha, Toshkentdan kelin bo'lib tushgan ekan. O'ziga xos sheva bilan erkalanib gapiradi. "Qizlar, esinglardami?
Qanaqa qiynalib ishlardiga. Sohbapa tepamizda turvalardilar-yu, rostagam qo'rqardik. U gapini tugatar-tugatmas Mag'firat opa cho'rt kesib. Xo'shida, o'tib ketgan odamning ortidan yomon gaplar bilan izlanmaydi. Endi ular ham osonlikcha ochmaganda bu sexni. Odamlarni ishlatish osonmas. Ayniqsa, ishlab chiqarishda. Bitta xato ketsa, mol brak bo'ladi. Yosh ketdi juvon. Oxirati obod bo'lsin. Ikkita o'g'lining ham kamolini ko'rolmadi sho'rlik. Hamma sekin yuziga fotiha tortib, ish-ishiga qo'zg'aldi. Malika opa qo'ng'iroq qilib Umidjonning biroz isitmasi borligini aytgandan keyin Dildorani qo'l ishga bormadi. Bo'lmadi. Mag'firat opadan ruxsat olib o'g'lini olib keldi. Ish boshqaruvchisi ketaver desa ham, chala qolgan ozgina ishini yakunlab qo'yishga chog'landi. Biroz g'ingshigan o'g'liga telefon tutqazib qo'ydi. Har doimgidek ishlarni yakunlab, ish kiyimlarini almashtirib, Faida ertangi kun rejalari haqida Mag'firat opaning ko'rsatmalarini tinglab turgan xotin-qizlar eshik ochilib, Ulug'bek kirib kelganida birin-ketin salom berishdi. Va alaykum assalom, charchamadinglarmi? Allohim kuch-quvvat bersin. Shunday deb o'tib ketayotgan Ulug'bekni ko'rib, Umidjon Dildoraning qo'lini qo'yib yuborib, "Dada!" deb otildi. 50 chog'li ayol hayrat to'la nigohi bilan bir boshlig'iga, bir Dildoraga qarab qotib qoldi. Faida turgan xotin-qizlar bir-biri chiqib ketishdi, ammo shunisi aniqki, muhokama tashqarida juda qizg'in davom etadi. Dildora xijolatdan boshini ko'tara olmay qoldi. Ulug'bekning ahvoli ham undan kam emas. Ammo u tezda o'zini o'ylab Umidjonga so'z qotdi. "Polvon, bugun bog'chaga bormadingmi?" "Bordim, kasalman. Shunga qaytib keldim", dedi Umidjon, hamon Ulug'bekning qo'lini qo'yib yubormay. Nihoyat Dildora biroz o'ziga kelib gap boshladi. Ammo ovozida titroq bor edi. "Iltimos bizni kechiring. Kechiring, bo'ladi. O'zi endi zo'rg'a ish topganimda", deb ho'ngrab yig'lab yubordi. Ulug'bek nima deyishini bilmay kalovlanib turib, "Qo'ying, yig'lamang", deya oldi. Shu payt Umidjon, "Oyi, qornim ochdi", dedi. Dildora hamon hiqqalab, keyin ko'z yoshini artib o'g'liga qaradi. "Yura qol", deb qo'lini cho'zdi. "Dadam ham biz bilan borsin. Borasizmi, a?" Dildoraning emas, Ulug'bekning qo'lini ushlab tortqiladi. "Ketdik", dedi Ulug'bek va bolani yetaklab yo'l boshladi. Dildora bir bolasiga, bir Ulug'bekka qarab, "Yo'q, biz uyga ketamiz. O'zi kechga qolib ketdik", dedi. U gapini tugatar-tugatmas Umidjon ovoziga zo'r berib dodlashga tushdi. Ular kirib borgan yemakxonada odam siyrak edi. Qandaydir ozoda, sokin joy ekan. Ulug'bek dastyor yigit uzatgan taomnomani ko'zdan kechirib turib, "Xo'sh, nima yeymiz? Bu yerda norinni boplashadi lekin. Aytaymi?" dedi. Keyin boshni qashib qo'shib qo'ydi. "Kech orasi bolaga og'irlik qilarmikin-a? Yaxshisi qiyma kabob ham aytamiz." Shunday deb buyurtma bera boshladi. Umidjon negadir hech narsa yemadi. Lohas bo'lib Dildoraning tizzasiga bosh qo'yib, o'tirgan divaniga oyog'ini uzatdi. Sal o'tmay ikki yuzi qizarib uxlab qoldi. Ulug'bek kurtkasini yechib bolaning ustiga tashladi va avaylab o'rab qo'ydi. Dildora bularning barini kuzatib turib, o'zining unutilayotgan ojizaligini his qilardi. Sukunatni Ulug'bek buzdi. "Kechirasiz. So'raganni aybi yo'q. Umidjonning otasi vafot etganmi?" Dildora javob berishga shoshilmadi. Keyin past ovozda, "U otasini hech qachon ko'rmagan", dedi va shoshib qo'shimcha qildi. "Noto'g'ri tushunmang. U tug'ilmasdan avval ajralganmiz", dedi. Ulug'bek norinni ishtaha bilan yer, orada Dildoraga ham oling deb qo'yardi. Ko'k choydan bitta ho'plab piyolani qo'yib gap boshladi Ulug'bek. "Bilasizmi, shu Umidjonni ko'rib o'zimni bolaligim yodimga tushib ketdi. Men ham shu 5-6 yoshlar chamasi bolaman. Otam hozirgi ta'rif bilan aytganda tadbirkor edi. Ya'ni uyda mahsi tikar, mahsi uchun terilarni ham o'zi tayyorlardi. Xomashyo ham o'zimizdan chiqardi. Mahalladagi bir nechta yo'qsil oilani ish bilan ta'minlagan edi. Mustaqillikdan avvalgi davrlar. Menimcha ishlab chiqarishga ruxsat bo'lmagan. To'satdan uyimizni bosishdi. Tintuv qilib otamni bir kunda olib ketib qolishdi. Onam sho'rlik, bir yoqda dadamga quyadi, bir yoqda non deb chirillagan uch go'dagiga. Bolalarning kattasi men.
Onam ukalarimni holimga tashlab, meni yetaklab uzzukun ish qidiradi. Ma'lumoti o'rta, ammo boshqa hujjati yo'q. Keyin bozorga pirojka pishirib olib boradigan bo'ldilar. Bir ikki nazoratchilar tog'orasi bilan otib, bizni bozordan ham haydashdi. Shu yerga kelganda ovozi bo'g'ilib chiqdi. Shundan hamon pirojkani yaxshi ko'raman. Onam rahmatlini eslatadi-da. Ulug'bek o'zini diqqat bilan tinglayotgan Dildoraga qarab davom etdi. Shukr, bir yilda otam bag'rimizga qaytib keldi. Ammo endi yurak oldirib qo'ygan edi. Chorvachilik bilan shug'ullanib, sut-qatiqning ortidan ro'zg'or tebrata boshladi. Ayni paytda tadbirkorlarga yaratilgan sharoitlardan mamnun otam har zamonda maqsad keladigan seximizga borib, aylanib keladilar va dorlamon kunlarga qayta shukr keltiradilar. Alhamdulillah, Hoji ota saksonga yaqinlashib qoldilar. Ulug'bek yer chizib eshitib o'tirgan Dildoraga qarab, "Sizni ham boshingizni qotirdimmi?" dedi. Dildora: "Biz tura qolaylik, kech bo'lib ketdi. Uydagilar ham xavotir olishadi." Shunday deb o'rnidan qo'zg'aldi. "O'zim tashlab qo'yaman. Faqat qarshilik qilmang, iltimos", dedi-da, bolani ilkis ko'tarib yo'l-yo'lakay kassaga uchrab hisob-kitob qilib, mashinasi tomonga boshladi. Umidjonni avaylab yotqizib ulovni yildirib keldi. Yo'l bo'yi Dildoraning ko'z oldidan o'tmishi bir kino tasmasidek o'tdi. Shu yillar oralig'ida birinchi marta o'g'lini ko'tarib, unga yordam bergan erkak odam shu bo'ldi. Doim o'g'li kasal bo'ladimi yoki boshqa masaladami, hech qachon hech kimga suyanmabdi. Hatto otasiga ham. Hamisha o'zi yuguribdi. Umrida birinchi marta jufti bor ayollarga havas qildi. Ulug'bek qo'llari ro'lda, ko'zi yo'lda yo'q, xayollari butunlay boshqa yoqda edi. Sohibaning vafotidan keyin hech kim bilan butunlay o'tirib, dildan suhbatlashmabdi. Har zamonda Hoji ota: "Bolam, yolg'izlik Allohga xos. Bolalaring ulg'aymasdan ona kerak. Keyin aqli to'lishganda qiynaladi. Meni ham boylab bergani yo'q. Bugun ko'z quloq bo'lib turibman, ertaga nima bo'ladi qaydam. 4 yil hazilakam muddat emas. Endi uylan. Umr o'tib ketyapti", deydi. Sohiba juda tirishqoq edi. Shu sex uchun Ulug'bek bilan birdek yugurardi. Ishchilarga qo'shilib o'zi ham ishlardi. Shoshib yurardi. Rahmatli, shoshib ketdi. Xayollarni Dildoraning ohista "Keldik" degan so'zi buzdi. Umidjonni avaylab olib Dildoraning qo'liga tutqazmoqchi bo'lib, "Iye, terlab ketibdi-ku." Mashinaga ishora qilib, "Orqada sochiq bor, shuni oling. Ha, shu. Ustiga yoping." So'ng bolani berdi. Dildora chin dildan "Rahmat, ovora qildik" dedi. "Yo'q, ovorasi bor ekanmi?" deb shoshilib uloviga chiqdi. Mashina motorini qizdira turib ikkilanib, "O'zingizni ismingizni so'ramabman-ku", dedi jilmayib. Dildora shosha-pisha "Dildora ismim", dedi. Ulug'bek mashinani borar ekan o'ziga o'zi gapirgandek, "Haqiqatdan Dildora ekan", dedi. Umidjon tunda yana ismaladi. Dildora isitma tushiruvchi dori berdi. G'ingshiganiga qaramay tovoni va kaftlariga spirt surtdi. Dori ta'sir qilib uxlab qoldi. Dildoraning esa uyqusi qochdi. Endi nima bo'ladi? Ishxonadagi ayollar u haqida qanday xayollarga bordi ekan? O'zi ham mayli, bo'shab ketsa unut bo'ladigan odam. Boshlig'idan uyat bo'ldi. Uni gap so'z qilishmasa bo'lgani. Tong otdi. Dildora muzlatgichni ochib, sirli idishdagi sutni olib qaynatdi. Ota-onasini nonushtaga chaqirdi. Xayriyat, Umidjonni isitmasi yo'q. Ovozi ham sal ochilibdi. Qaynagan sutga bir bo'lak sariyog' solib, "Umidjon, bolam shundan ichgin, tomog'ing bosiladi." Bolaga sut ichirishga chog'landi. Umidjon yuzini o'girib, "Yo'q." Qo'llari bilan kosani itarib sutni to'kib yuboray dedi. "Ichmayman. Shashlik yeyman, shashlik." Zebo do'q aralash, "Ertalabdan shashlikka balo bormi? Ich sutingni, bo'lmasa tuzalmaysan. Ukol qilamizmi, ha?" Umidjon ko'zlarini katta-katta ochib, "Kecha dadam shashlik olib berdi. Uxlayotganimda oyim yeb qo'ygan. Ketib qoldimi dadam? Dadam." Endi ko'z yoshsiz yig'iga zo'r berdi. Avaz Zebo qiziga qattiq tikildi. Boladan gap olishga chog'lanib, "Menga qara. Qayerda ko'rding dadangni, bolam?" dedi ovoziga muloyim tus berib. Umidjon
Oyimni ishxonasiga keldi. Keyin mashinasida olib ketdi bizni. Shunday deb maqtanib, erkalanib gapirar, o'ziga tikilib turgan avazga qarab, ana shunaqa degandek qoshini ham uchirib qo'ydi. Shuncha payt sabr bilan eshitib o'tirgan otasi Dildoraga qarab, "Qachon keldi u iflos? Nega menga aytmading? Nega bolani ko'rsatasan?" Shunday deb ovozini balandlatdi. Dildora bir otasi, bir onasiga qarab, "Kelgani yo'q, u emas." Gapi og'zida qoldi. Avaz xontoqtani ko'rsatkich barmog'i bilan niqtab, "To'g'ri yo'l qiz. Agar biror gap eshitsam, oqibati yaxshi bo'lmaydi." Shunday deb fotiha qilmasdan ham o'rnidan turib chiqib ketdi. Zebo yer chizib o'tirgan qiziga qarab, "Otangni fe'lini bilasan-a? Bizni gap so'zga qo'yma", dedi. Dildora Umidjonning ergashganiga ham qaramay yugurib xonasiga kirib ketdi. Yerga cho'kkalab o'tirib silkinib yig'ladi. Endi nima qilaman? Yana shu g'urbatxonada kechgacha ko'milib o'tiramanmi? Nega men bunchalar omadsizman-a? Ishxonaga qaysi yuz bilan boraman? Ota-onamni yuzini yerga qaratadigan nima yomon ish qildim o'zi? Bolam Xalitdan dadamni topib ber desa, ulg'aysa nima qilaman? Menga ham ro'shnolik bormikin o'zi? Allohim, o'zing yordam ber. Yillar davomidagi hasratlarini ifoda etgan ko'z yoshlari tinay demasdi. Shu payt qo'l telefonining tanish musiqasi eshitildi. O'rnidan turib tokchadagi telefonni olib, biroz ikkilanib, qo'ng'iroqqa javob berdi. "Assalomu alaykum Mahfurat opa. Yaxshi, rahmat. Ancha yaxshi. Ha, bugun o'zimizni poliklinikaga olib chiqsam degandim. Ha, shunga bora olmadim. Xo'p, rahmat." Gaplashib bo'lgunicha yig'isi tinib, biroz o'ziga keldi. Endi o'ylay boshladi. Yo'q, ishga bormagani ma'qul. Yana boshqa ish qidirish kerak. Bu ishidan ketishini o'ylab, ko'ngli allaqanday g'ash tortib hovillab qoldi. Kechga borib yana mazasi qochmasin deb Umidjonni kiyintirib qishloq vrachlik punktiga yo'l oldi. O'zi yo'lda-yu xayollari bir zum tinch qo'ymaydi. Dildora qancha eslamaslikka harakat qilmasin, "Ismingizni so'ramabman-ku" deb jilmayib turgan Ulug'bek ko'z o'ngida gavdalanardi. 3-qism tugadi. Tinglaganingiz uchun rahmat. O'lja. 4-qism. Muallif Mahbuba Bahodir qizi. Tavba. Bo'sh qolgan, yolg'izlikka hukm etilgan qalbga muhabbat yana qayta mehmon bo'lishi mumkin ekan-da demak. Insonni bejiz ko'nikuvchi deyishmas ekan. Ulug'bek sohibaning vafotiga 4 yil to'lgan bo'lsa ham, farzandlari va ishidan boshqa hech narsani o'ylamayotgandi. Kechadan beri yursa ham, tursa ham ko'zda yosh bilan "Bizni kechiring, kechiring, bola-da" deb turgan Dildora ko'z oldidan ketmaydi. Ishga bordimikan? Bolasi ismayotgan edi. Yaxshimikan? Savollarni adog'i yo'q. Ulug'bek 2ta sexga borib ish jarayoniga ko'z tashlagan bo'ldi. Sumka tikiladigan sexga bormadi. Mahfurat opaga qo'ng'iroq qilib qo'ya qoldi. Biroq Dildoraning kelgan-kelmaganini so'ray olmadi. Yana juvonni ortiqcha gap so'zga qo'ymasin. Sohibadan keyin ancha qiynalib qolishdi. Kiyim-kechak, supur-sidir degandek. Loqal opa-singlisi ham yo'q yordam beradigan. Ukalarning ayollari-ku o'zi uyiga xizmatchi chaqirib ish qildiradigan xilidan. Oxir ular ham haftada bir marta tozalash xizmati chaqiradigan bo'lishdi. Osh-ovqatning ham chorasi topildi. Uylariga yaqin oshxona bilan shartnoma qilib, haftalik taomnomani belgilab qo'ydi. O'zi-ku mayli, ko'chani odami. Bolalar darsdan so'ng sportga borib qorni ochib keladi. Qolaversa otasi ham qari odam. Yaxshi ovqat kerak. Hoji ota oxirgi paytlarda yosh odamga mahram zarurligini, ayniqsa bolalarga ona kerakligini bot-bot takrorlardi. Kechadan beri og'zini poylaydi. Bu mavzudan og'iz ochsa qani? Kechki ovqat qadoqlangan idishlarda har doimgi paytda keltirildi. Katta o'g'li choy damladi. Jimgina o'tirib ovqatlanishgach, otasi dasturxonga uzoq duo o'qidi. Kichigi qo'lini duoga ochib, ammo betoqat bo'lib norozi qiyofada o'tiribdi. Yuziga fotiha tortib, endi turayotganda kattasi "Yo'l bo'lsin,
dasturxonni yig'ish seni galing, deb qoldi. Tabiiyki, bu kichigiga yoqmadi. Jiqillashayotgan bolalarga Ulug'bek qattiq tanbeh berdi. Ikkalasi indamay ishini qilib, xonasiga yo'l oldi. Bolalarning ortidan qarab qolgan otasi, "Yetar, bunaqada bo'lmaydi. Ko'zim tirigida uylan. Boshqa bahonani eshitishni xohlamayman. Yolg'izlik Allohga xos. Yaxshi bir soliha, uyim-joyim deydigan ayol kelsa, bolalaringni ham boshini silaydi." Shunday deb Ulug'bekning og'ziga termildi. Ulug'bek otasining ko'ziga qaramay, "Bo'lmasa, sizni ertaga bir joyga olib boraman. Taqdir bo'lsa..." Hoji ota yosh boladek sevinib ketdi. Keyin, "Ilohim yaxshilarga yo'liqtirsin. Muhimi, Allohni tanigan odamlar bo'lsin bolam", dedi. Ulug'bek otasining kiyinishiga yordamlashib, mashinaning old o'rindig'iga o'tqazdi. Hoji ot o'ylovga joylashib olib, yo'l duosini o'qidi. Ulug'bek ham qo'l ochdi. O'sha kuni Dildora kirib ketgan darvozaga yaqinlashgandi. Biroz hayajonlana boshlagan Ulug'bek ularning yoniga yonbosh qurilgan do'konga endi ko'zi tushdi. Mashinani sekinlatib yaqinlashganda darvoza oldida to'p-to'p bo'lib turgan shirakayf erkaklarga hayron boqdi. Shundoq eshik yoniga yaqin kelib ulovini to'xtatdi. Shu payt to'planib turganlardan bittasi chayqala-chayqala yaqinlashdi va mashinaning oynasidan boshini tiqib, bunaqa mashina haydaydiganlar biz bilan otamlashar ekan-da", deb sovuq tirjaydi. Hoji ota haligi odamga indamadi-yu, o'g'liga, "Meni qanaqa joyga olib kelding?" shunday deb qovog'ini solib qaradi. Ulug'bek otasining qarashlariga dosh bera olmay, rul chambaragiga boshini qo'yib o'yga toldi. Shu topda hamma narsani tushunib, idrok qilib turibdi. Lekin yurak aqlga bo'ysunadigan holatda emas edi. U hoji otaning ta'nasini o'rinli ekanligini biladi. Zero otasi shu paytgacha o'z taqvosi bilan farzandlari uchun o'rnak edi. Boshini ko'tardi va otasiga qarab, "Sizni tushundim" degandek qilib ko'zlarini yumib ochdi. Mashinani o't oldirayotib darvoza tomonga yaqinlashayotgan Dildora va o'g'lini ko'rdi. Umidjonga qalin sharf bog'lab qo'yibdi. Demak, haliyam mazasi yo'q. Dildoraning o'zi uzun kulrang palto kiygan va gunohsharang sharf o'rab olibdi. Uning yerga qarab kelishida ham qandaydir maloqat bor edi. Ona bolaga tikilib qolgan Ulug'bekka qarab otasi, "Shu juvonmi? Sag'iri bor degan", dedi xo'rsinib. Ulug'bek tasdiq ishorasini qildi va mashinani burmoqqa chog'landi. Shunda hoji ota, "Allohga tavakkal bolam, yetimni boshini silash savob", shunday dedi va mashina eshigini ocholmay paypaslab, "Och buni", dedi. Shoshib qolgan Ulug'bek darhol ulovidan tushib, otasi o'tirgan tomonning eshigini ochdi. Ota "Bismillah" deb yo'l boshladi. "Kim bor?" deya chaqirayotgan erkak ovozini eshitgan Zebo, ichib olganlardan biri bo'lsa kerak deb behafsala, "Hozir" deb chiqishga shoshmay yuvayotgan piyolalarni birma-bir joylab darvozaxonaga chiqib bordi. Hayron qolganini yashirmay bir qoshini tepaga ko'tarib, kelganlarga salom berdi. Otaxon qiroat bilan alik oldi. "Singlim, shu xonadonning egasi kerak edi", dedi. Zebo hozir degancha do'konga chopdi. Shu qisqa masofani bosib o'tguncha bu bashang kiyinganlar kim ekan deb o'ylab, tayinli javob topa olmadi. Xayriyat, eri ertalabdan ichib olmabdi. Do'konni yopib kirdilar. Axir choy-poy degandek. Sovuq bo'lsa ham kelganlarni mehmonxonaga kiritdilar. O'zbeklarda ajoyib odat bor. Kelgan mehmon kim bo'lsa ham uy to'riga taklif qilinadi. O'zini tanishtirishini kutib ortiqcha savol berilmaydi. Avaz ham non sindirish barobarida so'rashib, keyin Zebo olib kirgan choydan quyib uzatdi. Hoji ota ko'p kuttirmay muddaoga o'tdi. "Endi ukam, kelishimizdan maqsad, mana shu o'g'limni ayoli, Allohim rahmatiga olsin, bevaqt vafot etib 2 norasida bilan qoldi. Taqdiri azal. Ko'nmay ilojimiz yo'q. Sizni qizingiz bor ekan deb eshitib kelgan joyimiz edi." Avaz uchun bu kutilmagan mehmonlarning maqsadlari ham kutilmagan bo'ldi. Dovdirab qoldi. Keyin biroz o'zini o'ylab, "Kelganingiz uchun katta rahmat. To'g'risi, shu qizimni baxtsiz bo'lishiga tun-u kun o'zimni ayblayman." Hoji ota Avazning so'zini bo'ldi.
Aslo unday demang, bu taqdir, qazoyi qadar. To'g'ri-ku, qizimdan bir og'iz so'ramay, oshnam o'g'liga so'rab kelsa, bir oy nari berisi bilan qo'sh-qo'llab berib yuboribman. Ishonasizmi? Shunchalik ishonganimdan to'ydan keyin zaksdan o'tadi desayam ko'nibman, men ahmoq. Avaz shuncha yil deganda birinchi marta shu begona odamlarga hasratini to'kib soldi. Hoji ota o'ylanib turib, uka, keling bunday qilamiz. Bular katta odam. Agar ma'qul topsangiz, tanlovni o'zlariga qo'yib bersak. Bir og'iz gaplashib ko'rishsin. Nima dedingiz? Cholning samimiy so'zlarimi, qarashlaridagi zakiylikmi Avazning roziligiga sabab bo'ldi. Onasi Dildoraning xonasiga kirsa, o'g'lining dorisini ichirayotgan ekan. Nima deb gap boshlashni bilmay, "Senga sovchi keldi", dedi. Dildora onasiga qaramay bolasining dorisini tayyorlash bilan ovora bo'ldi. Zebo gapni qanday davom ettirishni bilmay odaticha ovoziga zo'r berdi. "O qiz, eshityapsanmi? Bo'la qol. Bir ko'rishib gaplashib ko'r. Kutib turishibdi", dedi. Dildora bamayli xotir, "Oyi, kerak emas. Turmushga chiqish niyati yo'q ekan deb ayting", dedi onasining yuziga qaramay. Zebo indamay turdi-da zarda bilan "Bilganingni qil", deb chiqib ketdi. Azaldan ona bola o'rtasida mustahkam devor bor edi. Negadir Zebo qizi bilan hech qachon ochilib gaplashmagan, hatto bolalik paytlari yaxshi baho olsa yoki biron yumushni sidqi dildan bajarsa ham rag'batlantirmas. O'zi o'rnatgan mustahkam devorga putur yetkazmasdi. Uning eng ko'p aytadigan gapi "Bilganingni qil". Tamom. Dildora onasi chiqib ketgach biroz yengil tortdi. To'g'ri-da, otasi tengimi, birontasi kelgandir. Tunu kuni xolasi gap topib kelganda, bola chaqasidan qutulgan bir erkak Dildoraga xaridor bo'lganmish. Uy joyi tayin emish. O'g'linga bundan boshqa nima kerak deydi? Dildora qat'iy rad etib, boshqa bu haqida gapirmasligini so'ragan edi. Xolasi ham xuddi onasi kabi "Bilganingni qil", dedi lab burib. Tashqaridan g'ang'ur-g'ung'ur ovoz eshitildi. Mehmonlarni kuzatishyapti chog'i. Umidjon tashqariga chiqaman deb g'ingshigandi. Dildora ko'nmadi. O'g'li mashinaning o't olgan ovozini eshitib, derazadan qaradi-yu, "Oyi, dadamning mashinasi", deb shodon qichqirdi. Dildora pardani qiya ochib qarab, yuragi shuvillab ketdi. O'sha kuni o'zlarini olib kelgan mashina ohista ketib borardi. Hoji ota o'ychan yo'lga qarab borardi. O'g'liga biron narsa degani bilan hozir qulog'iga hech gap kirmasa kerak. Ulug'bek qo'llari rulda-yu, ammo tizginsiz xayollar tinchlik bermas edi. Endi hayotiga yorqin ranglar kirib kelganda, yana atrofini tuman qoplagandek. Hozir uni qiynayotgan savol, Dildoraning hayotida boshqa birov bormikin? Mana bir hafta bo'ldi. Dildoraning halovati yo'q. Go'yo eng qadrli narsasini yo'qotib qo'ygandek, ko'ngli huvillab qoldi. Avvalgi turmushidan qaytib kelganida ham bunchalik bo'lmagandi. Umidjon ertadan yana bog'chaga boradi. O'zi ham uyda zerikib qoldi chog'i, sal narsaga injiqlik qiladi. Kuzning oxirgi oyi bo'lgani uchundir, qish qilichini qayrab kelayotgandek izg'irin. O'zi shunaqa qishning ilk sovug'i chilladagi sovuqdan ham ko'proq ta'sir qiladi odamga. O'g'lini bog'chadan olgani ketayotgan Dildoraning sovuqdan tishlari taqillay boshladi. Tavba, ertalab bunchalik sovqotmaganda. Yengilroq kiyinibdi-da o'zi ham. Qadamini tezlatdi. Orqadan kimdir ismini aytib chaqirayotgandek bo'ldi. To'xtasa battar muzlab qoladigandek, yurib keta turib qayrilib qaradi-yu, taqqa to'xtab qoldi. Undan 10 metrcha narida Ulug'bek turardi. Erkak qadamlarini tezlatib salom berish ham yodiga kelmagan Dildoraga qarab, "Assalomu alaykum, yaxshimisiz?" dedi. Hayajondanmi, sovuqdanmi qaltirab turgan Dildoraga samimiy ohangda, "Muzlab qolibsiz-ku", dedi. Dildora endi xayollarini yig'ib olib, "Assalomu alaykum, uzr", dedi. Nega uzr so'raganini o'zi ham bilmay. "Vaqtingiz bo'lsa, iltimos yuring, mashinada gaplashib olaylik. Kun ancha sovuq ekan", deb juvonning javobini ham kutmay yo'l boshladi. Dildora mashinaning orqa o'rindig'iga o'tirdi. Ulug'bek motorni o't oldirib, mashinaning isitgichini qo'shib so'z qotdi. "Multfilmda aytganidek, mana endi issiq bo'ladi". Shunday deb oyna orqali qarab,
Yer chizib o'tirgan Dildoraga jilmayib qo'ydi. So'ng ko'p kuttirmay maqsadga o'tdi. O'sha kuni dadam bilan uyingizga borgan edik. To'g'ri, o'zimizdan ayb o'tdi. Avval sizni ko'nglingizni so'rab, keyin borishimiz kerak edi. Nimagadir shoshdim. Shunday deb yana oyna orqali bir qarab qo'yib davom etdi. Qisqasi, agar siz rozi bo'lsangiz, bir oila bo'lib yashasak. Meni ham 2 o'g'lim bor. Umidjon bilan 3 ta bo'ladi. Indamay o'tirgan juvonga qarab, xohlasangiz o'ylab ko'ring. Keyinroq javobini aytsangiz ham mayli. Oxirgi jumlalari ilinj ohangida edi. Dildora indamay tinglab o'tirdi-yu, keyinroq degan so'zidan keyin go'yo yana nimadandir ajralib qoladigandek. Uydagilar xo'p desa men roziman, dedi. Birinchi marta dadil gapirganiga, jur'atiga o'zi ham qoyil qoldi. Ulug'bek go'yo o'ziga o'zi so'zlagandek, alhamdulillah, dedi. Keyin ko'tarinki kayfiyatda, bo'lmasa bu gunoh. Yo'q, hoziroq otangizga uchrashaman. Dildoraga qarab, Umidjonni olib chiqsangiz birga ketamiz, dedi. Dildora ohista, siz boravering, biz o'zimiz, deb mashinadan tushdi. Ulug'bek chaqqon harakat bilan uloviga qayta o'tirib, qo'l silkib turgan Dildoraga qarab oynadan boshini chiqarib, jilmaygan ko'yi, menga omad tilang, deb mashinasini yildirib ketdi. Bir haftada to'y. Avvalgisi bir oyda bo'lgandi. Dildora yomon xayollarni quvib, o'tmishni eslamaslikka harakat qildi. Kecha Ulug'bek qo'ng'iroq qilib, bir haftada kichikroq yig'in qilamiz ayollarga. Ikkalamiz nomahram holatda gaplashib yurolmaymiz, ma'qulmi? deb ko'nglini so'radi. Dildora rozilik bildirdi. Ulug'bek hech qanaqa sep olib kelmasligini tayinladi va mahrga nima istashini ham telefonda so'radi. Dildora mahr haqida ko'p tushunchaga ega bo'lmagani bois, bilmasam, deb qo'ya qoldi. Muhabbat shunchalik kuchli tuyg'umi? Dildoraning hayotiga go'yo nur olib kelgandek. Hatto tushlari ham oppoq nurli edi. Otasi ikkala akasiga telefon qilib, yangilikdan xabardor qilib, tezda yetib kelishlarini tayinladi. Eshikdan katta akasi kirib keldi. To'g'risi, Dildora avvalgi akasini tanimadi. Ko'rmaganiga 2 yil bo'libdi o'zi ham. Akasi uylanib shaharda qolgandan keyin 1 yil o'tib, oilasi bilan chetga ishlagani ketganini aytishgandi. Juda ham ozib ketibdi. Ko'zlari ham ichiga botgan. Sochini o'stirib, ayollarga o'xshab orqaga yig'ib olibdi. Dildora bilan qo'l berib ko'rishib qo'ya qoldi. Kiyimini ham almashtirmay do'konga o'tdi-yu, sal o'tmay ko'zlari suzilib, ichkilik hidi anqib kirib keldi. Kech orasi kichik akasi keldi. Keliboq umrida birinchi marta onasini quchoqlab uzoq turdi. O'ziga qarab turgan singlisining ham peshonasidan o'pib qo'ydi. Dildora undagi bu harakatlarni sog'inishga yo'ydi. Unday desa katta akasi-chi? Aslida akasidagi holat ilk marta hidoyat topgan insondagina bo'ladigan qalb yumshoqligi edi. Anchadan beri endi oilajam bo'ldi. Avaz o'z qo'li bilan osh tayyorladi. Kichik akasi hammaga birma-bir sovg'a ulashib chiqdi. Umidjonni ham yodidan chiqarmabdi. O'zi yurar poyezd olib kelgan ekan. O'g'li ovqat mahali ham qo'lidan qo'ymay quchoqlab o'tirdi. Otasi hech bo'lmasa bitta qo'y so'yib, mahalla qo'y, qarindoshlarini chaqirmoqchi ekanini aytdi. Katta akasi, nega kerak ortiqcha rasxot deb g'o'ldirab qo'ydi. Kichigi otasini qo'llab-quvvatladi va yonidan pul chiqarib, kam ko'stga ishlatarsiz deb berib ota-onasidan duo qilishlarini so'radi. Ovqatlarni bo'lishgach, Dildora idishlarni yuvayotgandi. Onasi hech o'ylamagan, xayolini bir burchagiga ham kirib chiqmagan gapni aytib qoldi. Menga qarab, bolangni tashlab keta qol. Anavi bolalari hali o'zingni chiqishtirsa ham, kattasi o'smir yoshda ekan, dedi bir nuqtaga tikilib. Dildora cho'chib ketdi va onasiga umidvor qarab, yaxshi niyat qiling, oyi, dedi. Zebo bilan 20 chog'li xotin Dildorani olib kuyovnikiga otlanishdi. Asosan ayollar uchun mo'ljallangan yig'in bo'lgani bois, kuyov o'z uyida kutib oladigan bo'ldi. Dildora quda tomon yuborgan qaymoq rang uzun ko'ylak va shunga mos ro'mol o'radi. 33 ga to'lgan juvonga kiyimlari juda yarashgan, qandaydir joziba baxsh etgandi.
Manzilga yetib kelishgach, avvalo Zeboni o'zi. Qolaversa boshqa ayollar oshkora angrayib qolishdi. Tuman markazida joylashgan uy juda hashamatli edi. Yo'lakda tizilishib qudalarni kutib olayotgan ayollar Zebo Ziynatga burkangan, juda kibor bilan turishardi. Ammo qudalarni chiroyli takalluf bilan kutib olishdi. 30 chog'li odam ketadigan mehmonxonaga did bilan dasturxon tuzatilgan edi. Boshqa xonalar ham aftidan ayollar bilan to'la edi. Xuddi restorandagidek forma kiygan dastyorlar xizmatda. Shuncha izzat ikromni, katta uyga hozirlangan joyni ko'rgan Zebo butun mahalla xotinlarini yig'ib kelmaganiga afsus qildi. Dasturxondagi noz-ne'matlar sarxil va did bilan bezatilgandi. Dildorani to'rga o'tkazishdi. Umidjon bir zum etagidan ajralmay xuddi onasi ketib qoladigandek halovatini yo'qotgandi. Dasturxon bilan ham ishi yo'q, ko'zi faqat onasida. Somsa va suyuq ovqat tortilganidan keyin yoshi ulug' ayollar tizilishib kirib kelishdi va mehmonlarga qarab birin-ketin "Xush kelibsizlar, dasturxonga qaranglar, olib o'tiringlar" deb mulozamat qilib chiqib ketishdi. Ular chiqib ketgach, yana hamma g'ang'ur-g'ung'ur suhbatlashib taomlanishga tushdi. Dildoraning yonida tog'asining ayoli onasining xalabachchasi bilan pichir-pichir qilib gaplashayotgan bo'lishiga qaramay, suhbatlari beixtiyor quloqqa chalinadi. Yosh kattarog'i: "Hay Guldana, o'zi birinchi xotiniga nima qilgan ekan? Ajrashganmi?" desa, tog'asini ayoli: "Bechora, o'lgan ekan. Ikkita o'g'li bor ekan. Qaynopam aytuvdi", deydi. Haligi uzoq qarindoshi: "Sho'rlik, shuncha uy-joy qilib rohatini ko'rmabdi-da, mana tayyor uyga ega keldi", deb bosh chayqaydi. Dildora bu suhbatni eshitib bir qalqib ketdi. O'zini aybdor sezib ko'ngli g'ash tortib qoldi. Kelgan hamma ayollarga sovg'a salom ulashildi. Zeboga bosh oyoq sarpo bilan tilla zanjir hadya qilishdi. Zebo kutilmagan bunday mulozamatdan nima qilishini bilmay hammaga qarab faqat iljayadi. Bir xil qopchiqlardagi sovg'alarni olgan ayollar xursand bo'lishib ko'tarinki kayfiyatda hazil-huzul qilib qolishdi. Onasi bilan xayrlashayotgan Dildora uning juda baxtiyorligini sezdi. Umidjon qayta-qayta "Biz ketmaymizmi?" deb jodiraydi. Dildora jim ishorasini qilgan sari qoshini chimirib, nimalardir deb g'udranadi. Asosiy mehmonlarni kuzatib bo'lishdi. O'zlarini ovsinlar deb tanishtirgan ayollar, garchi Ulug'bekning ukalarining ayoli bo'lsa ham, Dildoradan yoshlari kattaga o'xshaydi. Katta o'sini Dildoraga boshdan oyoq tikilib: "Singlim qatori ekansiz. Endi singlim shu uy-joylarga mehr bering. Ey, bu uyni uy qilguncha sohiba opam ozmuncha yugurdilarmi? Buyurmagan ekan. Dadajonga dietetический ovqat qiling, qon bosimlari bor", dedi. Kichik ovsini ham nasihat qilgisi kelib: "Mullakamga ham yaxshi qarang, oshqozonlari og'riydi. Opam rahmatli ikkalaligiga 2 ta qozon osardilar. Erini qanaqa boshiga ko'tarardilar-ya opam." Shunday deb ovsiniga yuzlandi. Kattasi ham bosh chayqab: "Aytmang, juda qattiq hurmat qilardilar. Shuning uchun ham mullakam 4 yildan buyon uylanishga rozi bo'lmayotgan edilar", dedi. Keyin Dildoraga ayyorona qarab: "Balosiz, laqqa baliqni ilintiribsiz", shunday deb qo'ydi. Dildora xijolatdan boshini ko'tara olmay qoldi. Dastyor yigit qizlar restoranning maxsus idishlari va stol-stullarni birpasda yig'ishtirib ketishdi. Hammalari oshxonaga jam bo'lishdi. Hoji ota: "Qani o'tiringlarchi, bir duo qilaylik. Ulug'bek qani?" deb kelinlarga yuzlandi. Katta o'sini: "Tashqarida restorandan kelganlar bilan hisob-kitob qilyaptilar", dedi. "Ha, shundaymi?" Dildoraga yuzlanib: "O'tiring qizim", deb uzoq duo qildi. Umidjon Dildoraning etagini rosmana tortqilab: "Ketamiz", deb xijolatga qo'yardi. Shunda hoji ota: "O'g'lim, mana akang bilan o'ynagin", deb 10 yoshlar chamasidagi xomush o'tirgan bolaga yuzlandi. "Rahmatilla bolam, ukangni o'ynat. Endi bu ham bizni bolamiz", dedi. Bola indamay bir nuqtaga tikilib o'tiraverdi. Hoji ota birdan esiga tushib kichik o'g'liga yuzlanib: "Jamshid qani? Ertalabdan buyon ko'rinmadi", dedi. O'g'li yelka qisdi. Uni o'rniga ayoli javob berdi: "Ertalabdan buyon xonalardan chiqmadilar. Chaqirdim, tushmadilar", dedi.
Hoji ota o'g'liga yuzlanib, "Tez olib tush. Bu nimasi? Chaqir. Meni ayt, tushadi", dedi. Dildora nima qilishni bilmay qo'li qaltirab, toza piyolalarni yana yuvmoqqa chog'landi. Qani Umidjon qo'yib yuborsa. Tepa qavatdan amakisining ortidan Jamshid tushib keldi. Biroz ko'zlari qizargandek. Sekin kelib Rahmatullaning yoniga o'tirdi. Ukasini yelkasidan quchdi. Shu payt ishlari bitgan shekilli Ulug'bek kirib keldi. Uni ko'rgan Umidjon ko'zlari yonib, "Dada, dadajon", deb Dildoraning etagini qo'yib yuborib, Ulug'bekning bag'riga otildi. Ulug'bek Umidjonni dast ko'tardi. Ikkovsin yalt etib bir-biriga qaradi. Dildora beixtiyor xomush o'tirgan bolalarga yuzlandi. Rahmatulla yig'rab olmaslik uchun lablarini qattiq tishlab olgan. Jamshid esa otasiga kiprik qoqmay tikilib turardi. Ko'zlari jiqqa yosh edi. 4-qism tugadi. Tinglaganingiz uchun rahmat. O'lja. So'nggi qism. Muallif Mahbuba Bahodir qizi. Mehmonlarni kuzatib kirgan Dildora oshxonaga kirsa, Jamshid bilan Rahmatulla ovqatlanib o'tirishgan ekan. Dildora jilmayib, "Issiq choy damlab beraymi?" dedi. Rahmatulla akasiga qaradi. Jamshid indamay chiqib ketdi. Uning ketidan ukasi ham sekin chiqib ketdi. Dildora ishtaha bilan ovqatlanayotganlarida turg'izib yubordimmi deb ko'ngli g'ash tortdi. Umidjon oshxonadagi televizorga tikilib indamay o'tiribdi. Dildora charchoqdanmi o'zini behol sezib, beixtiyor stolga boshini qo'yib o'yga toldi. Ich-ichidan xato qildimmi degan savol tinchlik bermayapti. Shu payt Ulug'bek kirib keldi va hayron boqib, "Mazang yo'qmi? Yaxshimisan?" dedi. Yillar mobaynida birinchi marta berilgan ushbu savol juvonning qalbiga iliqlik olib kirdi. Axir anchadan beri hech kim "Holing nima? Tuzukmisan?" demabdi-ya. Dildora jilmayib, "Hammasi joyida. Nimadir tayyorlab beraymi?" dedi. Ulug'bek uchun ham tansiq jumla edi bu. "Sen choy tayyorlab tur. Mehmonlar bilan bo'lib tuzuk ovqatlanmadim. Hozir dadam va bolalarni aytib tushaman", deb chiqib ketdi. Dildora chaqqonlik bilan somsalarni qizdirishga qo'ydi. Choyni yangilab, shirinliklarni likopchalarga kesdi. "Qizim, charchamayapsizmi?" deb ikki nevarasi yetovida Hoji ota kirib keldi. Hammalari jimgina o'tirib ovqatlanishdi. Keyin Hoji ota nevaralariga qarab salmoqlab gap boshladi. "Jamshidjon, Rahmatullah. Endi yosh bola emassizlar. Kelinim rahmatlini umri qisqa ekan. U dunyosini bersin. Chin dunyosi obod bo'lsin." Yuzga fotiha tortdi. Qolganlar takrorlashdi. Keyin yana davom etdi. "Bugundan boshlab bu qizimni ona deb qabul qiling. Sizning issiq sog'lig'ingizdan xabardor bo'lish uchun, sizga onalik qilish uchun xonadonimizga yaxshi niyatlar bilan kirib keldilar. Xo'pmi?" dedi. Ikkala bola ham boshi quyi egilgan, sas-sadosiz o'tirishibdi. Hoji ota Dildoraga yuzlanib, "Bolam, siz ulug' savob ostonasida turibsiz. Xuddi siz kabi Ulug'bek ham. Buyog'i endi ikkingizga ham bog'liq. Ilohim, Allohim shu bolalarni sizga, sizni bolajonlariga yulduzlaringizni issiq ko'rsatsin. Ona bola maqomida bo'lishlikni nasib etsin. Amin." Yana baravar fotiha tortishdi. Hoji otaning so'zlari Dildoraga ancha dalda bo'ldi. Hamma yana o'z xonalariga yo'l oldi. Dildora oshxonalarni bir sidra tozalab olib hovliga chiqsa, qor uchqunlayotgan ekan. Narigi zinaning oldida aftidan bolalarning krossovkalari qorda qolibdi. Kechga sportga borishsa kerak. Issiq dahlizga olib kirib qo'yay deb yugurdi. Yo'lakda Ulug'bekka to'qnash keldi. U ayolining qo'liga ham qaramay, "Nega yupun chiqding tashqariga?" dedi. G'amxo'rlik qanday yaxshi narsa. Bir pasda insonga iliqlik, mehr ulashadi. Dildora jilmayib qo'ldagilarga ishora qilib, "Bolalarniki qorda qolibdi", dedi. Ulug'bek unga mamnun boqdi. Ertalab erta uyg'ongan Dildora pitsa pishirish uchun xamir qordi. O'smir yoshdagi bolalar shu kabi taomlarni sevib iste'mol qilishini o'ylab, bolalarning ko'nglini olish payida edi. Bolalar turguncha pitsa ham tayyor bo'ldi. Hoji ota uchun yormadan bo'tqa pishirdi. Taomlarni dasturxonga tortib, bolalarning ko'ziga javdiradi.
Aka-uka indamay ovqatlanib, bobosini bir quchib o'qishga otlanishdi. Xayriyat, yomon deyishmadi-ku. Yengil tortdi Dildora. Ulug'bekning kiyimlarini kechki payt taxt qilib qo'ygandi. U ham iliq xayrlashib ishiga otlandi. Uyda o'zi, Umidjon va Hoji ota qolishdi. Hamma yoqni sarimjon qilib, tushlik uchun taom tayyorlashga kirishganda telefonining tanish musiqasi yangradi. Qarasa, onasi qo'ng'iroq qilyapti. Salom berib endi og'iz juftlamasidan onasi uvoz tortib yig'lab ketdi. Sho'rimiz qurib qoldi, otangdan ayriladigan bo'ldik. Qo'ling singur pianistalar pichoqlab qo'ydi. Endi nima qilaman? Operatsiyaga olib kirib ketishdi. Aloqa uzildi. Dildoraning unsiz yig'lab turganini ko'rib, Hoji ota qo'rqib qaltirab, "Tinchlikmi? Kim qo'ng'iroq qildi? Ulug'bek tinchmi? Gapiring, bolam", dedi. Hiqillab vaziyatni tushuntirgan Dildora o'ziga qarab turgan qaynotasiga chorasiz tikildi. "Ulug'bekka telefon qilib bering, men aytaman olib borib keladi. Siz hozirlik ko'ravering", dedi. Ko'zda yoshi bilan tezgina kiyinib chiqdi. Ulug'bek hali kelmabdi. Hoji ota o'ychan o'tiribdi. Dildoraga qarab ohista gap boshladi. "Bolam, xafa bo'lmang-ku, bir narsa. Ichkilikni aytyapman. Baribir bir kuni o'z so'zini aytishi tayin edi. Alloh qaytargan narsadan bandalarni qaytishi, tiyilishi kerak. Termiziydan rivoyat qilingan hadis-i sharifda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xamr, aroqda 10 kishini la'natladilar deganlar. Bularning orasida aroq sotuvchilar ham bor." Eshikdan ustidagi qorlarni qoqa-qoqa Ulug'bek kirib keldi. Avval otasiga, so'ng Dildoraga savol nazar bilan boqib, "Tinchlikmi?" dedi. "Dadam kasalxonaga tushib qolibdilar", dedi Dildora ko'z yoshini qo'li bilan sidirib. Dildora Umidjonni uyg'otib olmoqchi edi. Qaynotasi, "Qola qolsin, qor yog'ib turibdi. Hozir akalar ham kelib qolar. Uyg'onsa amallarimiz", dedi. Juvon erning ortidan qadamini tezlatdi. Borishsa otasi endi operatsiyadan chiqqan ekan. Ahvoli yaxshi, biroq hozircha jonlantirish bo'limida ekan. Kichik akasi Ne'mat boshini ikki qo'lining orasiga olib, muk tushib o'tirgan onasiga qarab, "Oyi, kelganimdan beri yalinaman. Shu do'konni yopaylik", deb. Keyin singlisi va Ulug'bekka qarab, "To'g'rimi? Shuni kasofati hammasi", dedi. Otasini ko'rib ko'ngli joyiga tushgan Dildoraning xayoliga Umidjon keldi. Yuragi shoshdi. Uyga kirib kelganlarida vaqt shomga yaqinlashib qolgandi. Oshxonada Hoji ota boshini quyi solib mudrab o'tirgan ekan. O'g'li ko'rinmadi. Dildora qaynotasini bezovta qilmay sekin tepa qavatga ko'tarildi. Hiqillagan ovoz Umidjonnikiga o'xshadi. Zinadan yugurib chiqa boshladi. Ovoz Jamshidning xonasidan eshitilyapti. "Menga qara, oyingga uyga ketamiz degan. Tushundingmi? Bo'lmasa, podvalda kalamushlarni yoniga qamab qo'yaman. Hozir kelsa ketamiz deysan." Jamshid ovozini balandlatdi. Umidjon baqirib yig'lab, "Xo'p, xo'p", derdi. Xonaga otilib kirgan onasini ko'rib, bola bechora dod solib yig'lab yubordi. Dildora bolasini quchib yig'lar, faqat bir gapni tinmay pichirlardi. "Bolam, qo'rqma, keldim-ku, qo'rqma." Dildora yupatgani sari Umidjon dod solib yig'lardi. Halidan buyon qo'rqqanidan bo'g'zida ushlab turgan yig'isi vulqondek otilardi. Ulug'bek zinalardan deyarli yugurib chiqdi. Jamshidga qarab, "Ukangga nima qilding?" dedi. Jamshid umrida birinchi marta otasiga tik boqib, "U meni ukam emas", dedi va qo'rqib ko'zlari javdirab turgan Rahmatillaga qarab, "Mana meni ukam", deb ukasini quchoqladi. Keyin rasta bo'lgan ovozi bilan o'kirib yig'ladi. Ukasi ham unga qo'shildi. Ulug'bek haqiqiy ikki o't yo'q, alanga orasida edi. Shu payt isitgich turbasi qattiq taqilladi. Bu favqulodda holat edi. Ya'ni Hoji ota shoshilinch yordam kerak bo'lsa, isitgich turbasiga hassasi bilan qattiq urar, butun uyga jarangi eshitilardi. Dildoradan boshqa hamma bu signalni tushundi. Ulug'bek, Jamshid va Rahmatilla o'qdek uchib chiqib ketishdi. Ulug'bek tushsa otasining rangi oppoq. Kappa-kappa nafas olib ko'ksini changallab o'tirardi. Jamshid dori qutini olib keldi. Ukasi suv.
Ulug'bek avval tomchi dori tomizdi. So'ng tilining tagiga tabletka qo'yib, tez yordam chaqirdi. Xayriyat. Xuruj o'tib Hoji otaning yuziga biroz qizil yugurdi. Faqat holsiz edi. Bir pasda kichik o'g'illari ham ayoli bilan kirib kelishdi. Dildora qaynotasi uchun tezda tovuq sho'rva osdi. Ich-ichidan Hoji otaga shifo so'rab duo qildi. Dorilar ta'siridami yo xuruj charchatdimi, Hoji ota ikki yuzi qizarib uyquga ketdi. Ukalarini kuzatgan Ulug'bek yog'ayotgan qor tagida o'y surib qoldi. Otasi bir paytlar to'g'ri aytgan ekan. Uylansang, bolalaring ulg'aymasidan uylan. Keyin tan olishi qiyin bo'ladi deb. Jamshid o'zi oq ko'ngil bola. Sportga ilk bor borgan yili trener qarshi hujumga o't desa ham indamay turardi. Rahmatullachi, katta bola. Mushugi o'lib qolganda yig'lab 2 kun ovqat ichmagan. Mehribon. Undan ham yomonlik chiqmaydi. Bir-birlariga ko'nikishi uchun ozgina fursat kerak. Balki Ulug'bek xayoliga kelgan fikrdan ko'ngli to'lib jilmayib qo'ydi. Dildora Umidjonni bag'riga bosib o'tirar ekan, xayollari o'ziga bo'ysunmay har ko'chada sudrardi. Boya o'g'lining qaltirab turishini ko'rib, ovchilar qurshovida qolgan o'lja ko'z oldiga keldi. Bir paytlar adabiyot muallimasi bot-bot olam so'zdan yaralgan. So'zga ehtiyot bo'lish kerak deb takrorlardi. Ha, so'zga ehtiyot bo'lish kerak ekan. Onasi Ro'zimurodga turmushga chiqishidan oldin bolang o'lja bo'lib qoladi degandi. Astag'firulloh. Ulug'bek va Dildora ham bu kechani bedor o'tkazdilar. Ulug'bek dam otasidan xabar olar, dam bolalarning xonasiga quloq solardi. Dildora ayni damda o'zidan ham ko'ra turmush o'rtog'iga oson emasligini tushundi. Nimadir iliq gap aytgisi keldi-yu, tabiatidagi tortinchoqlik ustun keldi. Ertalab patir va qaymoqlar ko'tarib yana ukalari kelishdi. Otalariga shuncha yalinsalar ham shifoxonaga borishga rozi bo'lmadi. Issiq o'rnimdan qo'zg'atmanglar deb turib oldi. Osilari kechgacha shu yerdamiz deganlaridan keyin Dildora Ulug'bekdan otasini ko'rib kelish uchun ruxsat so'radi. Yo'l-yo'lakay onasiga qo'ng'iroq qilib otasi yotgan xonani topib, Umidjonni yetaklab, to'lib-toshib kirib bordi. Xonada Ne'mat akasi hamda onasi bor ekan. Otasining rangi ketib qolibdi. Bemorlik insonni g'arib qiladi deganlari rost ekan. Avaz Dildorani ko'rib ko'ziga yosh oldi. Birozdan so'ng sal o'ziga kelib, "Yaxshi yuribsanmi? O'rganib qoldingmi? Otangni Xudo bir asradi bolam" deb yig'lamsiradi. Zebo odati bo'yicha biroz jerkib, "Bo'ldi-da endi, eslayvermang, bolani ham o'takasini yorib" deb Dildora olib kelgan paketdagi narsalarni bo'shata boshladi. Halidan buyon indamay o'tirgan Ne'mat, "Muhimi omon qoldingiz, dada. Bo'ldi endi shu la'nati do'konni yopamiz. O'zi shundoq ham hamma izlarni olib muhrlab ketishdi." Shunday deb singlisiga yuzlandi. "Kuyov senga hech narsa demadimi? Kecha ofisga o'ting, siz bob ish bor degandi" deb so'radi. Dildora yelka qisdi. Zebo shosha-pisha, "Voy, nima qilib o'tiribsan? Bormaysanmi chaqirgan bo'lsa?" deb shoshirdi. Dildora uzoq o'tirmadi. Muhimi otasi ancha yaxshi ekan. Uyga kelsa 2 ovsin mandarin archib yeb o'tirishgan ekan. Dildoradan otasini so'ragan bo'lishdi. Mehmonlarni kuzatib soatga qaradi. Ulug'bek kechikayotgan edi. U shu 3 kun mobaynida eng yaqin insoniga aylanib ulgurgan juftini sog'inganini his etdi. Bir payt hovlidan Ulug'bekning qo'noq ovozi eshitildi. "Jamshid, Rahmatilla, qani sizlar?" Dildora hayron bo'lib Umidjonni yetaklab hovliga chiqdi. Aka-ukalar ham sekin chiqishdi. Ulug'bek bolalarga qarab, "Qani, ko'zimizni yumamiz" dedi va imlab Dildorani chaqirdi. Dildora tushunar-tushunmas uning yoniga bordi. Yo'lakda turgan narsalarni endi ko'rdi. "Syurpriz, ochamiz ko'zimizni" deyishi bilan Jamshid, "Vau, yashasin, mengami?" U avval otasini qattiq quchoqlab qo'ydi. Keyin choshib yo'lakda turgan skuterga o'tirdi. Tushib yana otasini quchoqladi. Rahmatilla ham akasining yoniga yugurib ketayotganda, Ulug'bek uni to'xtatib, avval bir quchoqlab qo'yib, keyin bir chekkada turgan qog'oz qutini qo'liga tutqazdi.
Rahmatilla qutini ochib ko'zlari chaqnab ketdi. Qutidagi kulrang mushukcha beozor miyovlab qo'ydi. O'ziga havas bilan tikilib turgan Umidjonga qarab Jamshid, "Bitta uchasanmi? Kel", dedi. Ulug'bek Jamshidga qarab, "Ukangni ham unutganim yo'q", deb chiroyli qutidagi o'yinchoq mashinani tutqazdi. Insonni ko'nglini ko'tarish qanday zavqli-ya? 3 o'g'lining quvonchini ko'rib o'zlari ham ko'zlari quvnab, jilmayib turishardi. Dildora beixtiyor turmush o'rtog'ining yelkasiga bosh qo'ydi. Ulug'bek paytdan foydalanib uning qulog'iga shivirladi. "Bu 3 og'ayni botirlarga singil kerak-ku." Dildora qo'lini musht qilib yolg'ondakan po'pisa qildi. Keyin ikkalasi ham kulib yuborishdi. Oxirgi paytlar salga charchab qolayotgan Dildoraga Hoji ota, "O'zingizni ko'p urintirmang. Allohim 2 jonni salomat yetkazsin", deb uzoq duo qiladi. Dildora Ulug'bek bilan ko'zda tanishgan edi. Buyuk musavvir tomonidan tabiat borliqdagi bir ranglar bilan bo'yalgan bir pallada Allohim ularga qiz farzand in'om etdi. Dildora Umidjon tug'ilganda xonadosh ayollarga qanday havas bilan boqqan bo'lsa, bugun atrofdagilar uning baxtiga havasda. Ulug'bek dam-badam qo'ng'iroq qiladi. "Durdonamni bir ko'rsat, bitta ko'ray." Ulug'bek olib kelgan katta guldastani bag'riga bosib chiqqan Dildoraning yoniga 3 o'g'li chopib keldi va 3 guldasta tutqazishdi. Ulug'bekning qo'lidagi chaqaloqqa tikilgan Jamshid va Rahmatillaga qarab, Umidjon oyoqlarining tovonini ko'tarib, "Men ham ko'ray", dedi. Jamshid uni dast ko'tarib, "Kel, ukam, singlimizga qara, burni senga, ko'zi menga, qulog'i Rahmatillaga o'xshaydi", deb o'zi zavqlanib kuladi. Ulug'bek Dildoraga shivirlab hazillashadi. "Mana bir harakat qiluvding, qizimiz o'lja bo'lib qoldi. Yana bir." Dildora darhol uning labini barmoqlari bilan beozor to'sib, "Unday demang. Qizimiz Allohimning ne'mati. Keyin o'ziga o'zi olam so'zdan yaralgan", deb takrorladi. "Tamom. Tinglaganingiz va men bilan bo'lganingiz uchun rahmat. Ketkizgan vaqtingizga rozi bo'ling. Yana yangi asarlarda